Vay 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 Seherde uyg'onadur men derdim Jilandek to'lg'inadur men derdim Seherde uyg'onadur men derdim Jilandek to'lg'inadur men derdim Esip müşkül seferledi el kalbiga yaradır men Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Erik Uyghur Radyosu'na hoş geldinler. Bugün 9. sanımız Uyghur müstakillik hareketi hakkında, yani Uygurların müstakillik yolu hakkında, yani ana temimiz azatlık yolu izleniş deb başlangan idi. Bugün bir qatar suallarımızga Kanada'da yaşap turayotgan Uygurlarımızdan G'ulam Osman Zotkar efendim bilen naq meydanını sohbet edip barımız. Assalamu alaykum G'ulam Osman efendim. Aleyküm selam. G'ulam Osman efendim, biz bir qancha haftadan buyon şu Uygurlarning azatlığı hakkında maxsus bir izleniş sohbet meydanı başqarib kelayotgan Uyghur Radyosu namida. Bugün siz bilan şu bir qator savollarni men savol shaklida o'tirib qo'ysam, sizning bir tahlilleringizni, fikrlaringizni, analizlaringizni şu radyomuzda anglash imkoniyatiga ega bo'lgan butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarımızga bir o'rtoqlashsak. Sizdan birinchi bo'lib so'raydigan savolim şu: Uyg'urlar duch kelayotgan eng cho'ng xirislar qaysi? Shu yerda bir sizning fikrlaringizni olgan bo'lsak. Uyg'urlar duch kelayotgan eng cho'ng xiris milliy kimlikni saqlash masalasi. Yani bu konkret aytganda milliy mavjudlikni saqlash masalasi. Milliy mavjudlikni saqlash vatan ichidagi Uyg'urlar va chet ellardagi Uyg'urlar uchun ma'lum o'xshamaslikka ega. Milliy mavjudlik yoki milliy kimlikni saqlash vatan ichidagilar uchun til va diniy e'tiqodni qo'g'dash bo'lib ifodalandi. Shundaqla bu qo'g'dash qarshilik harakatlari orqali kuchlanadi va o'zining hayotligini saqlaydi. Agar qarshilik harakatlaridan ayrilib kelib jimjitlik ichida saqlayman deydigan bo'lsa, bu kimlik tugishidi. Cho'qim bu qarshilik bilan birlashishi lozim. Chet ellardami milliy kimlik til va diniy e'tiqod orqali ifodalanadi. Bu jihati o'xshash, ammo chet ellarda qarshilik harakati yo'q. Bu yerda qarshilik qiladigan Xitoy hukumati yo'q. Ammo bu qarshilikning siliqroq bir shakli yoki ba'zilarning deyishi bo'yicha tishliq shakli mavjud. Ya'ni yig'ilish o'tkazish, namoyishlar uyushtirish,
qatarlıq faaliyetler arkalık bu mevcutluk ifadelenir. Eğer çettellerde mi yüzünün turmuş elekçiliğine çöküp cimcitlik içinde bu kimlikni saklayman dese bu mevcutluk ikinci evlattan başlap fırınışta yemirilişke başlaydı. Üçüncü evlatta bağında tügüşü mümkün. Vatan içindeki karşılıklar hakkında köp sözler oturuşunun haceti yok. Onu menimce köpçülük düşüneliydi. Nim için çetellerde milli mevcutlukla ifadelenişi hayatlıkını saklaşı için bu namayışlar ve yığılışlar uyuşunun zörürlüğü hakkında azaraq toxtuluşuq doğru keladi menimce. Çetellerde sanımızın az oluşu keyinki evlatlarımız için milli bir til muhiti ve örf adet muhiti içinde üst için imkanı bulmağalık için keyinki evlatlarımız muşu çoğun muhit içinde üstüdür. Ve olanı biz her kanç kattık tutkan ve yüzümüz tarafı kanç tatkan bilen mu çoğun muhit tarafından yiyilip gidiyor. Yüzümüz yaşayatkan devletinin tili bizning tilimizning o'rnini bosadi. Ve til haqida izlangan nurg'un olimlarning o'tirib qo'ygandan qaraganda til milliy hissiyotni belgilaydigan bir omil. U milliy sifatning eng birinchisi ulash bilan qolmay milliy hissiyotni belgilaydi. Bu nuqtani biz ameliyatimizde köp görevatımız ve bundan burunlu kördük. Yani mesela kiçigiden Xitay tilida okugan bir bala Xitaylarga nisbeten ma'lum dostani hissiyat oladi. Onun da Xitaylarga bo'lgan o'chmanlik sustlab ketadi. Xuddi shunga o'xshash chet ellarda ko'ryapmiz. Birinchi bo'lib şu yerlik tilda tili chiqqan ballada Uyg'ur tiliga bo'lgan qiziqish nayt tuvan bo'ladi. Uyg'urlik bo'lgan qiziqishma tuvan bo'ladi. Mana bu bizga shuni oldimizga qo'yib o'tadiki, agar bolalarimizning tili birinchi bo'lib Uyg'urcha chiqmasa, keyin uningga milliy hissiyotni qachilig'i bo'lmaydi. Buning imkoni yo'q. Endi bu milli tilni saqlash, milli kimlikni saqlash uchun nima uchun harakat muhim bo'lib qoldi, ya'ni yig'ilish va namoyish o'tkazish zarur bo'lib qoldi. Bu masalaga kelganda biz ma'lum pedagogik nuqtadan, ya'ni ma'arif nuqtasidan, tarbiyalash nuqtasidan masalaga qarasak, bunda şer'iylashga bo'ladi. Bir odamda tashqi ta'sirlarni qabul qiladigan 5 sezgi a'zo bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Tashqi ta'sirlarni, ya'ni bilim, ko'rinish, qatorliq hamma narsani qabul qiladigan 5 sezgi a'zomiz bor. Şərqnin ma'arifda ve fantastnikida keynida qilishinin bir muhim sebebi menimcha Allah bizga 5 sezgi a'zo orqali tashqi ta'sirlarni qabul qilishni o'rinlashtirgan ekan, biz uningdan faqat birini ishlatyapmiz. Şərqning ma'arif sistemida biz quliqidan quyishdan iborat bir a'zomizni ishlatganligimiz uchun ma'rifimizning natijasida cho'ng hasilat yo'q.
G'arbning ma'rifini kuzatganimizda balalar go'yo o'ynayotgandek nayt ko'p zamonlarda o'qimay o'ynaydigandek tuyuladi. Lekin ular quloqdan quyishdan iborat ma'rif tarbiyalash usulini asos qilmaydi. Balalarga ba'zi narsalarni qo'li bilan yasab beqishni o'rinlashtiradi. Qo'li bilan tutib beqishni, o'zlari tajriba qilib beqishni o'rinlashtiradi. Ko'zi bilan ko'rishni o'rinlashtiradi. Ya'ni ularning ko'rish sezgisini ishq soladi, tegish sezgisini ishq soladi, anglashni ishq soladi. Bu 5 sezgi a'zoning hammasi ishq solinganligi uchun bu ma'rif go'yo nayt bo'shang, balla o'ynayotgandek, o'qimayotgandek tuyg'u vasimi oxirgi natijasida elindigan hasilat ko'p. Buning uchun bularning fan texnikasi olg'a ketgan. Buningdan biz shu xulosaga kelalaymiz. Agar biz keyingi avlodimizni milliy davomizga varis bo'lsin deganni haqiqiy chin dilimizdan orzu qiladigan bo'lsak, biz u balaga xuluqidan quyish shaklida sening vataning Sharq Turkiston, sening dushmaning Xitoy, sening dining islom deb xuluqidan quyish shaklida tarbiya qilsak, u balaga yuqish ehtimoli nayt tuvan. Chunki bu cho'ng muhitning besimi var bu yerda. Agar cho'ng muhitning besimi bo'lmagan, u cho'ng muhit Uyg'ur tili muhiti bo'lgan ahvolda balki ma'lum ta'siri, ma'lum hasilati bo'lishi mumkin edi. Lekin cho'ng muhit boshqa bir til, boshqa kultur, boshqa madaniyat bo'lganligi uchun biz uning arasida xuddi yakka oraldek yoki yetim qolmoqdek alanglab qolgan bir holatda bo'lganligimiz uchun biz faqat bu quloqdan quyishga tayangan vaqtimizda u balalarga bu davoni miros qilolmaymiz. Ana tilni suyishni miros qilolmaymiz, e'tiqodida chang turishni miros qilolmaymiz. Buning uchun u bala ma'lum amaliyotlarning ichida yashash kerak. Buning uchun bu balani uyda qo'yib qo'ymay, namoyishga chiqsak, u balani cho'qim echish kerak. U shularni o'zi to'lish kerak u. Uning kallasiga u yerdagi vaqirashni sinish kerak. Ashu yig'ilishlarga uni olib borish kerak. U boshqa balalar bilan bu yerda uchrashish kerak. Bu yerda bo'lingan suhbatlar, nutqlar nim bo'lsa, Uyg'ur tilida qilingan bu chaqiriqlar uning quloqiga sinish kerak. Mushundaq amaliyotlar ichiga uni tashlamaganda faqat biz uni uyda qo'yib namoyishga berib kelib, xuddi ambaning hashasiga muomala qilgandek, ailemizga tushgan chamni men berib chekib yutib kelay degan paytida o'zimiz ketib o'rinda yutib kelsak, u bola uni ko'rmasa, uni o'z beshida, o'z amaliyotida yashamasa, uningga zaman bayrog'imiz ajrutuzliq ko'p bayroq juma balam. Vatanimiz Sharq Turkiston deb u quloqdan qo'yish shaklidagi tarbiyani berib qo'ysak, uningga hech yuqmaydi. Faqat yuqmaydi. U bayroqni ko'rib turish kerak u. Uyimizda u bayroq esilgan bo'lish kerak. Nayt afsuski, bek zo'r ko'pchilik Uyg'urning uyidan Sharq Turkiston bayrog'i tepilmaydi. Bu bir amaliyat. Bunda muhitni hozirlab bermay turib, bu balalarimizni aynib ketib boradi, yatlashib ketib boradi deb og'rinsak bo'lmaydi. Eyib yüzümüzde. Bayrakını göstermey durup, bayrağımız ay yıldızlık gök bayrak deb onu abstrak aldı, kulukudan koysak, onun akmaydı o. O daim körüp durduğu yerde o bayrak esirlik oluş gerek. Bu köz arkalık, yeni bir sezgi azanı işkisleniyotgan bulumuz bu halda. Hatta onun bildiğin terbiyede, mesela deylik ki, hazır dünyanın hali köp devletlerde Uygurca okutulgan kurslar var, Uygur tili kursları.
Bu bir yaxshi avval. Mana shu kurslarda u bayroq balalarning oldi tarafdagi doska o'rnatilgan tamga esilgan bo'lishi, u balla beshini ko'targan hamon u bayroqni ko'rib turadigan shaklda bo'lishi lozim. Bir. Ikkinchisi, ba'zi soatlarda balalarga qo'l ko'ndirish faoliyatlari uyushtirgan vaqtida unga turli rangli qog'ozlarni berib, u bayroqni yasitib bakmak lozim. U qo'li bilan qilib baksin. Bu tegish sezgi a'zosimizni ish qilganligimiz bo'ladi. U o'z qo'li bilan u bayroqni yasab baksa, uning kallasiga ham yaxshi o'rnaydi. Namoyishga chiqqan vaqtida uning o'ziga loyiq bir kichik bayroqni unga tutqizmak lozim. U planlashsin u bayroqni o'z qo'li bilan. Biz to'latdan shu varlar uning qo'liga sinsin. Mana shunday kayfiyat, sharoit hazırlab bergandan keyin andin u balaga ma'lum darajada singadi. Ya'ni 100% singdi deyishga yenilib oldi. Bu cho'ng muhit ichida yot til, yot kultur, yot madaniyatning ichida turib, %100 o'zimizga o'xshash vatandosh ko'zga yosh keldigan, vatanda mundaq bir hodisa bo'libdi desak, yuragi etishadigan bu holatga keltirgil bo'lmaydi u bolalarni. Chunki biz vatanda ma'lum mazgil yashab baqdik. Vatanning tatqini, dushmanning zahrini o'z badanimizda his qildik. Uning uchun biz unutmaymiz. Hatto qirg'in sir vatanning sevinchi texnik dahshatli besib, qalbimizni mujuk, vatan sevinishi bizni texmbak vatanga intildirishi mumkin. Ammo bu yerda tug'ilib, bu yerda cho'ng'ilgan bolalar aynan bizga o'xshash vatan degan vaqtda yuragi zig'ildaydigan bo'lmaydi. Mushunda turib, yana uni o'yga tashlab qo'yib, faoliyatga o'zimiz kessak, uning unumi yo'q asosga. Dal uning uchun bu balaga amaliyotni o'z beshidan o'tkazish, o'zi amaliyotning orasida yashashga ma'lum imkoniyat yaratib berishimiz lozim. Bir kichik muhit barpo qilishimiz lozim. Mana shundalar ana ularning ma'lum darajada ba'zilari yana shunday endi milliy hissiyoti bilan davoni miros alolaydigan bo'lib cho'ng'ildi. Mening ko'rganimda chet elga chiqqandan keyin taki Turkiyadan taki g'arb davlatlarigacha faoliyatlardan bolalarni ayirib yutadigan o'shalar xuddi ambaning aşağısını ailib tushgan chamni o'zim chekib keladigan o'xshash ba'dida. Hatto eng yaxshi faoliyat qilyotdi deyilgan shu Qaysaridagi Uyg'ur dernigimi haftada 2 qatim yig'ilish o'tkazadi. Haftada bundaq bir birisida diniy suhbat qiladi, birisida jamiyatning ishlarini so'zlashadi. Her ikkisida vatandan menibdan ash cho'nglar qiladi buni. Bu yerda bolalar yo'q. Bu bolalar allaqachon turklashib ketgan. Bilmaydi. Shundaqla u qaysi tilda so'zlashsa, tafakkur tili qaysi bo'lsa insonning, uningga muhabbati bo'ladi, u haqda o'ylaydi, o'zini shulardan deb his qiladi. Mümkün emas. O başka bir tildeki adamının haliga içinadi. O içinadi deyilsin mi? Yok. O tabii emas, o içinden kaynap çıkan emas. O ügünülgen şekilde olur. Özü yaşap bakkan, özünün kanını da his kıygan emas. Xuddi şunun o'xshash g'arb davlatlarida namoyish chiqsa,
Kutumballı öyde kaladıgan bu ailenin vazifeli karakterlik çıkıp vazifeni tutturup keldigan iş var. Eğer biz bununla aşağı muamele kıygan dep muamele kıldıgan bolsak, balalarımızın davamızga varis oluşu hiç mümkün emas. Bunu xiyal mı kılmaslık lazım. Bu milli kimligi bilen çoğun oluşu hiç mümkün emas. Dese, çalı telaffuzu bilen millet tanımında dese Uyguy deyişini biladigan buludu. Şunundan başka hiç qanday his duygu, hiç qanday Uygurluk alameti olmaydı. Onun için bu bir küçük muhit yaratish ve karşılık hareketlerinin tinchlik nusxasını yaşatış lazım bu balalar. Biz mevcutluğumuzdan saklasak, xalqaro şartlar uygun bo'lgan muddatda mustaqilligimizni qo'lga keltirishimiz mumkin. Agar biz yo'qolib ketsak, kim qo'lga keltiradi? Xalqaro şartlar ahvolda bu mumkin bo'lmaydi. Kalem sindi, elem ezdi, nazuz dilimni, şamaldarip tikeş kıldı, bulbul tilini. Kolum tutmaz, tutum basmaz, buldum paraniç, nimen bilen kılay razı, aziz ilim. Kolum tutmaz, tutum basmaz, buldum paraniç, nimen bilen kılay razı, aziz ilim. Harakimler ilkide bir gün tuğuldum hem hatta şiradette bulundum. Harakimler her ilkide bir gün tuğuldum hem hafez şiradette buldum. Ömrüm benim esret bilen, dert bilen öter mu? Elge hizmet kılay diyen buldum. Ömrüm benim esret bilen, dert bilen öter mu? Elge hizmet kılay diyen oldu. Tirik desen tiriklikte, tiriklikte mena yok. Öley desem ölmeklikke bana yok. Tirik desen tiriklikte, tiriklikte mena yok. Öley desem ölmeklikke bana yok. Günde teşviş, günde elem, günde derdu gam, derdimni eytay desem Allah'dan yok. Günde teşviş, günde elem,
Tünde derdu gam derdimni eytan desem anlar yok Köp rahmet G'ulom Osmon efendim. Siz hozir Uyg'urlar yani Uyg'urlarning mustaqillik hareketida yani kelgusi izbosarlardan nimalarni kutadiganligimiz haqida biroz to'xtaldingiz. Mushu chet elda bo'libmi? Uyg'ur ziyolilarining burchi nima bo'lishi kerak? Ya'ni kichik bolalardan biroz yuksalgan ahvol ostida, biroz cho'nglarga, ya'ni ziyoli qatlamiga nazar solgan ahvol ostida mushu Uyg'ur ziyolilarining burchi zodi qanday bo'lishi kerak? Nimalarni qilish kerak bo'lar? Nimalarni kutasiz? Uyg'ur ziyolilari men biladiganlarning ko'pinchisi go'yo bu vatanga, bu millatga, bu da'voga aloqasizdek o'z ishini qilib, o'zining oilasi bilan shaxsiy bu demek bir adam ziyoli bo'lganlik bilanla milliy davoni tushunadi, milliy hissiyoti bo'ladi, vatan sevgisi bo'ladi degili bo'lmaydiganligining bir isboti. Milliy hissiyot, vatan sevgisi, düşmanga bo'lgan nafrat va o'chmanlik bu tamamen boshqa turli bir ishgan bu insonga qaraganda. Bu yani bir insanın savadi buluşu, savadsız buluşu, yüksek derecede ziyade buluşu ya ki biliminin biraz tüven buluşuğa münasibetsiz bir amel. Eğer vatandaşı da bilimlik ziyalilerimiz pek nurgun iken şu nurgunluğun içinde ziyade ulaş bilenle kalmay, vatan sevgisi mi şunçilik bağ vurganları üzlüksüz izlenmek lazım. Üzlüksüz izlenişi lazım. Bu izleniş teşkillik halette olsa tekimi yaxşı oladı. Qaraganda biz teşkillenmedik. Ziyadiler hazırkıcı teşkillenmedi. Yani hamma adam meni merkez kılınla degan şu arada için apkaşkar to'g'limidan taqdirdi bu hissiyotida shu bor. Meni merkez kılınla degan narsa bor. Boshqa odam kitlagan mo'mining atrofiga to'planganini unumaydigan bir kayfiyat bor. Buningga men bir necha misol berishim mumkin. Men vatandan chiqqandan keyin başlap bir mecmua yani azaplık yolunda izleniş bunun ismi şu mecmua neşr qilishni o'ylagan bununla uqtirish chiqardim men turli yerlarda e'lon berdim internetdan berdim ba'zi neşr qilingan kitoblarni Sharq Turkiston azadlik yo'lida izlanish nomli majmuaga izlanish meyvelerini evatamdikinde küttüm ziyarlayalım. Oturda yoğun gepli boğan bilen men hiç kimdim bir parça makal tapşırıp almadım. Hazırlık yagiçi men azadlık yolda izlanish Uygur ziyalilerinin emgeklerini toplaydıgan bu majmuaga hakikatli üzemnin makalelerini berip kelyaptım men 3 kitap çıkardım hazırlıkça. Allah'a şükür 4. kitapka bazı makalını tapdım. Abdurla bergen yok. Bir yerden yüzem topladım. 4. kitabı toplam şeklinde çıkarmakçı. Demek bu men kitligen muminin etrafı kemmedi. O benim naçarlıkımdan bula halımı de ben onu yüzemden görüp durdum hazırca. Başka ziyaliler çoğun okuyan ağzım olan ziyalilerimiz Türkiye'de Uygur Akademiyesi degen bir teşkilatını kurdu. Mening kuzatishimcha
bu teşkilatning etrafiga uyushma ve uyushgandan keyin o'zi saylab chiqqan rahbarlik apparatiga ve bu o'rinlashtirishga bo'ysunish shu bo'yicha harakat qilish yetarli bo'lmadi. To'planishmari yetarli bo'lmadi. Shundaqla u yerda bir kollektiv harakatmi tayinli bo'ldi. Faqat shunilla desam, men boshqa ishga avalni bilsam, ziyorat qildim. Torbetida vatan ichidagi torbetlardan kopiya qilingan maqolalar asos salmoqni egalladi. Bu demak, biz vatandagilarga bir narsa beramidik, vatandagilardan oldik degan gap. Biz erkin tafakkur qila oladiganligimiz, foydalanish materiallarining xohlagan turiga erisha oladiganligimiz nuqtasidan vatan ichidagi bichora ziyolilarimizdan cheklamalar qo'rg'onchilarning ichiga qapsilib qolgan ziyolilarimizdan ko'p bo'lishini qaramay, biz vatandagilar erishamayotgan bilimni uliga beramay, ulidan elayotamiz degan gap. Yani demak, Uyg'ur akademiyasining ahvoli bu. Endi uchinchi bo'lib, yana shuni misol keltiraman. Anqaradan bir tor jurnal chiqaradigan bo'ldi, ana jur deydigan jurnal. Hozircha 5-si, balkim 6-si chiqib bo'lish kerakkan bir zaman o'tdi. 3-si turib qoldiq. Uning atrofiga uyushma ashirlik bo'ldi. Shundaqla uningga berilgan maqolalarni vatandagilar tashnavlab turgan, ular erishamaydigan manbalardan foydalangan darajadagi bek saviyalik maqolalar degani bo'lmaydi. Demak, chet eldagi ziyolilarimizning ahvoli mana bundan ma'lum bo'ladi. Har kim bir dovning to'pisidagi bir mo'mini tiklaydi, ma'ning atrofiga kelganda hech kim uningga bormaydi. Har kim ayagiga bir to'q tiklaydi, uning atrofiga kim bormaydi. Yakka qahramonlik nusxasida ilgarilab ketib qolgan bir ish. Umumiy bo'ladi, yakka qahramonlik bo'lsin, agar o'tirdilan bor bo'lsa bir emgak, ya'ni bir izlanishning mevasi o'tirdi bo'ladiganlar bo'lsa, uni yana to'plig'ini bo'ladi. Masalan, xalqimiga qaramay, agar o'tirda shunday bek qimmatli maqolalar bo'lsa, men to'plab, men nashr qilaman shuni. Men to'rda emas, ashi qog'ozda pul ketadigandan nashr qilaman. Lekin o'tirda o kadar bir maqola yo'q. Buning uchun deymanki, ziyolilar agar Uyg'ur akademiyasiga o'xshash ma'lum tashkilotga uyushsa va bu yerda tashkillik, planlik shaklda bir izlanish olib borsa, chet eldagi ziyolilarimizning kasblari o'xshamagan kasblarni qo'ydi. Bu hal izlanishimiz uchun texim foydali bo'ladi. Masalan, men buni 3-kitobimda Sharq Turkiston ozodligi, milliy mustaqillik harakatimizning asoslari degan bir temada ma'lum yupchi verdim bundan izlanishlar haqida. Masalan, siyosiy do'konlar, siyosiy ozodligimizning mumkinchiligi va mumkinsizligi amillarni tahlil qilib izlansa bo'ladi. Coğrafiyada o'qigan birisi coğrafiyalik nuqtadan izlansa o'zining kasbiga aloqador shaklda.
Hiç olmaganda coğrafiyada okugan birisi unda izlenişini kılmasında bizning vatanimizning bugungi yer gulimi zodi qanchalik. O'tirliqda bizning vatanimizning yer gulimi haqida bir-biriga tutmaydigan 4-5 xil kvadrat kilometr sonlari var. Xitoy 1.600.000dan boshlaydi Xitoy. Yani hükümet sifatida bunun yalg'onligini biz deymiz va uning ishonigini olmaganligimiz uchun 1.800.000dan boshlaymiz biz chet eldagilar va bu 1.800.000ning ustidagi ağaç sonlari tamamen bir-biriga tutmaydi. Bu kadar o'xshamaslikni cho'qim birlikka keltirmek lazım. Bu ko'z qarash masalasi emas bu. Bu territoriya, bu birli xil bo'ladi bu. Matematikaning natijasiga o'xshash 2 qo'ysa 4 bo'ladigan o'xshashlanmay masala. Bu cho'qim bir xil bo'lishi kerak. Ko'z qarashni har xil bo'lishi tamamen boshqa masala. Bu siyosiy jihatdagi Sharq Turkistonning ozodligi qanday qilinishi mumkin bo'ladi? Bu masalada har xil o'xshamagan ko'z qarash bo'lishi mumkin. Bu territoriya bu cho'qim bir xil bo'lishi lozim. İkincisi, başta testlerle kullanılanlardan NUPS alakadarlarımız oldu. NUPS hakkında mı? Şarkı Türkistan kankanın NUPS'ı zadı kançılık bu mesele hakkında bir-biriga o'xshamaydigan 20'den artıq san var. Bu sanlar Xitoyda ayotgan 8 milyondan tortib 35 milyon bir-biriga intayin yaqin kelmaydigan darajada o'xshamaslik ekan. Ba'zi NUPS'ga kasbi yaqin keladigan yoki shuning dal o'zida o'qiydigan ziyodalarimiz bo'lsa, bu sonni muqimlashga bo'ladi. Bunun %100 to'g'ri bo'lishini kutgili bo'lmaydi. Aralab tekshirish qatorliq bu NUPS tekshirishning turli usullari var. Uni qo'lidan tutib birdan sanashga tayinib sanaydigan ishni davlat qila oladi uni. Hokimiyat tarafidan o'rinlashtirilsa naql qilib bo'ladi. Boshqa turli ahvolda NUPS qilib tekshirish ma'lum ko'payish koeffitsiyentini ko'paytirish shakli bilan yana 85-90% to'g'riliqqa erishgili bo'ladi. Buning bilan bir sonni muqimlab chiqqili bo'ladi. Shuning bilan biz NUPS haqida gap bo'lsa o'xshash bir eg'izdan o'xshash bir xil sonni desak, ma'lum sistema ishlayotganligini ifodalaydi. Uningsiz hatto bir tashkilotning ichidagi 2 odam 2 xil sonni deb yursa, bu kulki qilishga sabab bo'ladi bu. Bunda avvallar bo'lmadi emas. Bo'ldi, Uyg'ur qurultiyining 2 odami 2 xil sonni dedi. Balki mumkin 3 xil, 4 xil degan bo'lishi mumkin, buningdan mijiqini degan bo'lishi mumkin. Bu kulkilik bir ish bu. Biz de onun muqimlayolmayotsak, bu ko'z qarash tipidagi o'xshamagan ko'z qarashning bo'lishi kerak deydigan bu cho'qim bir xil bo'lishi kerak bo'lgan yana bir narsa. Endi yana bizning tarixiy kunlarimiz va har xil mustamlik tariximiz va zodi qachon boshlangan, Xitoy bizni qachondan boshlab istilo qilib, biz uni qancha qatim qo'llab chiqardik. Bularning hammasi bu haqda insonlarda o'xshamagan ko'z qarashning bo'lishi hech mumkin emas bir ish. O'tib bo'lgan tarixni hech kim o'zgartirmaydi. Unda bo'lgandiki, uningdagi chisla qaysi yil bo'lsa shu yil. Nima uchun uningdan bir xil gap qilmaymiz? Bunu bir külkülü. Onun için ziyanlarımız yüzünün kesbige uygun kelgen ahvalda, yakın kelgen ahvalda muşkunda meselelerini
üstüde izlenip bazı ilmi makalalarını ilan kıysa biz mujinaslarını mukumlap çıksak bu biz kılalaydıgan ve kılışkı tegişlik bir iş. Çetelde kıyıgılı bulunduğun bir iş. Kılışkı tegişlik bir iş. Bir davanı kılıvatımız o onun akalli kademlerini bilmeyimiz. Bu akalli sanla, jılla bir-biriga tutmagan ne çıkır? Külkilik emas mı bu? Qani bizning ziyolilarimiz qayerda? Bu ishni ümitsizlentirdigan bir ish. Bunun uchun ziyolilarni uyushtirgan Uyg'ur akademiyasiga o'xshash tashkilotlar yoki ziyolilarning uyushidan birlikte bir jurnalni chiqaramiz deydigan o'z arasida bundan bir vaziyat taqsimoti qilib olishi lozim hech bo'lmaganda. Endi inson bolasi bir narsani tamoman ixtiyoriga qo'ygan vaqtida qo'lidan keladigan turibmi, qilalaydigan turibmi, hech qanday egirchilik bo'lmaydi. Mana bilaman, ana qilaman deb ashunga xo'sh yoqmay vaqt o'tib keyin ashundan sovuq ko'ngli qilmaydigan bo'lib qoladi. Buning uchun ma'lum majburiyat bo'lmoq lozim, topshiriq xarakterli. Bu majburiyat qurol kuchi bilan bo'ladigan majburiyat emas. Masalan, bir tashkilot diyelim biz o Uyghur Akademiyasi bir toplantısida toplangan aşı ziyolilarga kasblariga uygun kelishi, yaqin kelishiga munosabat qilib, ma'lum tema chiqarib bersa va 3 oy ichida bir parcha ilmiy maqola yozib topshirsan desa, bu uning boshiga tanlab turgan bir majburiyat emas. Lekin aşınçılık bir mecburiyet tüpeyle bir ilmi makalı meydanda kelib qilishi mumkin. İnsan balası aşında olur demdi. Eğer tamamen ixtiyorlik bo'lganda, o xolis qiladigan, xolimiz hech kim uni yig'olmaydigan yoki zo'rlamaydigan yoki qilmaydigan bo'lganda g'ururlik bo'ladi. Xo'sh yoqmaydi, erta deydi, o'gin deydi, o qolib qoladi. Shunga kichikkina bo'lsa-mu, xuddi maktab bolalariga o'rgat ishlab kelishga bir topshiriq berganchilik bo'lsa-mu, bir majburiyat tusini olgan vaqtida nurg'un o'tirib tushishi mumkin. Buni shaxs sifatida qilib olmaydi. Endi shaxs sifatida sa'ani qil degan zamonlar seni kim qo'ydi boshliqlikqa deymiz endi Uyg'urning mijozi shunday bo'ladi. Ammo uni ma'lum jurnalga atrofiga uyushganlar yoki tashkilotlarga qiyg'ili bo'ladi. Tema chiqarish va u temaga vaqt belgilab uni shaxslarga vaziyat qilish orqali bizga javob tepilmagan, javob berishimiz kerak bo'lgan nurg'un masalalarga javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ziyolilar mushundaq bir izlanishni qilib baqqan bo'lsa, chet elda qiyg'ili bo'ladigan imkoniyatimiz bo'lgan, avval bo'lgandan keyin ma'lum temalar asosida izlanib bu da'vo uchun kerakli bo'lgan, ammo hozirgacha qilinmayotgan nurg'un bunu bir zamanda bir o'zining ismi bilan bo'lmagan bir taxallus bilan maqola e'lon qilgan bir apandim mushu vatanim to'g'rida bir maqola e'lon qildi. Keyin uni men nimaga aynak ko'chirib bosdim. İkinci bosqichga yurish degan mavzudimi endi bir maqolasi bor. Aşı maqoladimi bek yaxshi tekliflar o'tirib qo'yilgan. Men uni
Azatlık yolda izlenişinin 4-cü kitabıga kirgiziş tanlap koydum bu makalany. Buningda bek yaxshi teklifler var. Milliy davlat şirketinde hukumusu bulmaydigan kitaplarının isimlikini bergen o. Onundan başka makala ambiri kuruş diye nime, nutuk ambiri. Davanın beşidikilerinin chet el muxbirlarining so'raydigan savollariga beradigan javoblari, ziyoratlarni qabul qilgan vaqtida so'zlaydigan so'zlarining hammasi chuqur ma'lum qilibdan chiqish kerak. Fikr to'g'risida takliflar bor. Uni alaqi dehqonningki so'ziman dehqonga o'xshashlar ashvatildabla og'ziga kelganini so'zlab degandigini ertsindikiga rapkemi bu akmaydı o davamızı külkülük seviyeye düşürüp koydu o. Yüzümüzge sanmagan bilen çetellikler işini külüdü onunla. Onun için her kanda bir nutuk, her kançı o mayır ulap zaten yeri etken buluştan kat'i nazar kağızgı düşüş gerek aldı bilen o kağızı kırmayı bu adam boğan takdirdi mi kağızdakini yadlı bilip onun ya kağızı kırmayı sözlüsü buludu ki bu çokum mentikli oluş gerek o. Muşummu biz ziyalilarının ki oylaydığı işlerinin biri bunun konkret talepleri, konkret nuskulları ve o kanda ya bu ehtimu ma'lum ilmi makaleler yazılış gerek. Bundan aslım yok. Umumen chet elde ziyalilarning izlenişi adetdeki bir vatanperver Uyg'urning tirishchanligidanmi aqsib turadigan darajada. Vazifani qilmayotimiz. Endi buni diniy nuqtadan qaragan vaqtida biz gunohkor bo'lamiz. Dini noktadan qaraganda Allah bergen her qanday nimetning zakati bo'ladi. Agar Allah bizga boylik bersa, 40dan birisini zakat beramiz. Bu keyin hisob bergan vaqtida bu to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa biz buni javobgarlikda qilamiz. Xuddi shunga o'xshash ilm deganmi Allohning bir ne'mati. Uni hamma odamga bermaydi, boylikni hamma odamga bermagandek. Allah bergen nimetinin hemmesi sınak için buldu. Demek işiltidi, to'g'ri yol işiltemdi, hata işiltemdi, tayagi sarıp kılıdı, deb sınap berdi. Baylıkni şunda sınap berdi, ilimni şunda sınap berdi. Eğer biz bu ilimimizninki zakatini xalqimizga bermasak, bunun javobgarligi var. Bunu şu xalqqa ishlatishimiz lozim bo'ladi. Rahmat G'ulom Osmon efendim. Hürmetli radyo anlayıcılar, radyomuz yine bu şekilde devam kılıdı. Bizge hazır anlayatkan tema hakkında sual vermekçi bolsanlar, düşünenmegen mazmunlar bolsa, to'g'ri yoki qarshi shekillik fikrlaringlar bolsa, Facebook, Twitter yoki Skype yoki email adreslerimiz uygurradio.com tor betida mavjud. Bizga bevosita yozsanglar bo'ladi. G'ulom Osmon efendimdan boshqa so'raydigan savolinglar bo'lsa-mu, hozir programmamizning naq maydonida biz bilan birlikda javobini birlikda olsak bo'ladi yoki keyingi haftalarda ayrim so'rasak bo'ladi. O'tgan kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan qirqdan o'tganda. O'tgan kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan qirqdan o'tganda.
rayhonlarning atrini, muhabbatning dardini, farzandingning baxtini bilarsan 40 o'tganda. Haqni yozmas qalamni, xato bosgan qadamni, jonga botgan alamni bilarsan 40 o'tganda. Yorg'i bergan azoring, haq va nohaq qaroring, chin do'st va yo'q ag'yoring bilarsan 40 o'tganda. Eytib dardlik naqshlar, yurak bag'ring tirnilar bilarsan 40 o'tganda. Ota ona qadrini, el yurtungning mehrini, bu muqaddas rishtini bilarsan 40 o'tganda. O'tgan kunlar jabrini, yuragingning sabrini, yaqinlaring qadrini bilarsan 40 o'tganda. Qalbim o'zing amrat, men nodonga rahmat, onang qadriga hamiyat bilarsan 40 o'tganda. Otang qadriga hamiyat bilarsan 40 o'tganda. 40 o'tganda. G'ulom Osmon efendim, yuqoridan aytib yaxshi temalarda suhbat qildik. Bu yerda hozir men maqildagi bir savol tayyorlagan. Uyg'urlarning milliy kimligi bilan diniy kimligiga qanday qaraysiz? Diniy kimlik deb ayrim bir at qo'yishning keragi yo'q. Menimcha, bu Uyg'urlar uchun milliy kimlikning ajralmas bir parchasi diniy kimlik. Bu boshqa millatlarda qanday ifoda bo'ladi? Men o'ylab ko'rmadim, ammo Uyg'urlar uchun diniy kimlik dal shu milliy kimlik. Milliy kimlik konkretlashtirgan vaqtida til, kültür, medeniyet, örf-adet qatorlarning ichida. Bunun konkret parçalarının içinde kültür deganimiz yanımı nurgun bilekler parçalarında kültür dinimiz içine alındı. Yani milli kimlik bir adamın milli kimligini
biz uchun bu diniy kimlik milliy kimlikning bir parchasi bo'ladi, ammo milliy kimlikning dal o'zi muhim. Biz buning muhimligini dushmanning harakatidan aks etgan bir belgi var bizga. Düşmanның hareketinden aks etgan bir uçur var bizga. Bizning aqlimizga ishorat. Uningdan bilsak bo'ladi. Xitoy milliy kimligimizni yo'qotishni planlagan Xitoy oldi bilan diniy kimlikni yo'qotish uchun harakat qilib boryapti. Mana buningdilla biz buning naqadar muhim ekanligini, milliy mavjudligimizni, milliy sifatlarimizni saqlab qolishda dinning naqadar muhim ekanligini mana shu Xitoyning harakatidan bilamiz. Endi chet ellarda yana bunday bir ish bor. Bu balkim ba'zilarga yoqmasligi mumkin. Shunday bo'lsa-mi deyishga majburman. Chet ellarda biz vaqtimizda o'tirib chiqib edik, Xitoylar bizning diniy e'tiqodimizni cheklayotdi deb shu to'g'raymiz. Andavas chet elda hech kim sening diniy e'tiqodingni cheklamayapsa, sen chet elda dinga e'tiqod qilyapsansan degan savol tabiiy holda aqlga keladi. Buni u vatan kishiliklari uchun vakil bo'lib ağzaki deb qo'ydigan narsa emas ma'lum. Buni o'z vujudimiz, o'z tuyg'ularimiz, o'z aqlimizda yashashimiz kerak buni. Bu din ashunday. Una vatandaşlar uchun aroqni ichsak bo'ladigan ish emas ma'lum. Biz shuni da'vatamdik. Xitoylar bizning diniy e'tiqodimizni chekladi da'vatamdik. Anda bo'lgandan keyin bu cheklamayotgan yerda biz uni qilishimiz lozim. Uni qilganligimiz inqilob qilganligimiz bo'ladi. Inqilob degan nima? Mavjud hokimiyat yoqtirmaydigan ishni qilish inqilob bo'ladi. Bugun Xitoy Uyg'urning yog'liq selishini, hijob kirishini, namoz o'qishini, soqol qo'yishini cheklayotgan ekan, uni Xitoy o'ziga qilinayotgan hujum hisobida idrok qilayotgan ekan, biz bunga imkon topadigan holda buni qilsak, inqilob qilganlik bo'ldi, Xitoyga qarshi harakat qilganligimiz bo'ldi. Xitoyning achchig'ini keltiradigan har qanday ish inqilob bo'ladi. Namoz o'qishimizdan rahatsiz bo'layotgan bu Xitoy demak bizni inqilob qilyotdi deb bilganligi uchun tutqun qilyotdi, bizni jinoyatchi hisoblayotdi vatanda. Xo'sh, keldik chet elda biz vatan uchun kurash qilyapmiz deymiz o'zimizni. Anda bo'lsa nima uchun vatandagi cheklamalarning ichida turib jon badaliga, qon badaliga shu e'tiqodni saqlash tirishayotgan odamlar qilmayotgan imkonlar bizda bor turib, nima uchun qilmaymiz uni? Demak, chet elda biz milliy kimligimizni, milliy mavjudligimizni yo'q qilishga, balduroq o'chirib tashlashga texmi uch holat ekanligimizni misol. Ya'ni mudofiasiz uch holat ekanligimizning bir ifodasi bo'ldi. O bir mudofaa u din. Din biz dinni emas, din bizni qo'g'daydi. Buni bunday tushunish lozim. Chunki dinni Alloh qo'g'daydi. Uni inson balasi yo'q qiladi. Qur'onda deyilgan, Qur'onni biz tushundik, uni biz qo'g'daymiz deb Alloh va'da qilgan uni. Biz dinni qo'g'daymiz desak bo'lmaydi, biz qo'g'day olmaymiz. U Allohning dini. Alloh qo'g'daydi. Biz uning peshiga silsak, din bizni qo'g'daydi.
Onu ama ziyalilerimizden köpüncüsü taşınetti. Yana başka kosaklı tutup baksa bu maçın tayini yok. Toygunlu maçı tutup bildiğin nurgun hamakatlamı özleri içi garipleşip garip medeniyetini kabul kılıp kapta olan bitip olamadığını taşıyıp bitirlik. Ama bu nima desem milli kimlikni yo'qotishga tamamen hazır halda. Hiç mudafiyada emasman deb asharning darvozasini ochib istilahchilarni qabul qilgan bilan o'xshash bir ish bu. Ya'ni ishg'ol qil bo'ldi mana men tayyor, men rozi degan bir barobarlik. Qo'qdaymiz deydiganmiz. Cho'qim e'tiqodni chang turishimiz lozim. E'tiqoddan ayrilgandan keyin milliy kimligimizning yerimi ketdi, da yerimidan cho'ngroq ketdi deb bilsak bo'ladi. Bo'libmi chet ellarda texmi mo'yin aslida. Chet ellarda tug'ilib cho'ng'ogan bolalarni texmi tez ayintib yutadi. Bunun için bu korganını çokum kurup çıkış lazım. Bu din ibaret bu korganını, mudafiye korganını. Kiyinki evlatlarının etrafıga igiz kılıp kurup çıkış lazım. Bu itikatlık olgan da milli kimlik alalaydı. Rahmet G'ulom Osmon efendim. Bu bizim bugün radyoga herhalde yoki Xitoylar hujum qildimi yoki texnikalik sababmi to'xtamay bir shovqin arga kirib bordi. Bunun hozir texnikalik masalasini nahmi bilib olmay qoldim. Har 5-10 minutda bir qatim bir yuksak ovoz arga kirib bordi. Esselam vay elveten yurtum seni meldir küreydeymen seni meldir küreydeymen bisin bağrımını bağrınga gelip sende vay gelip sende Tray değmen senin bağrım tökez açkan üzülmez bu gönül riştim üzülmez bu gönül riştim Tapangni tut ya eylep vay
yüzümge men sürey deymen. Topangni tut ya eyle, yüzümge men sürey deymen. Güzemge men sürey deymen. Talay yıl ay edip senden misafirlik diyat elde, misafirlik diyat elde. Ötüldü küp senin kadrin vay, seni yoklap kiley deymen. Ötüldü küp senin kadrin, seni yoklap kiley deymen. Seni yoklap kiley deymen. Cihan kizip tapalmadım vay, senin dek bir güzel yurt ne? Ay yasni cemalinge üzem aşık çiyay değmen. Üzem aşık çiyay değmen. Hicran o bağrımni vay, köydürüp yara kıldı. Ay yasni cemalini güzemge bir sürey değmen. Güzem aşık suyey değmen. Esselam vay elleten yurtum, seni meldir kürey değmen. Seni meldir kürey değmen. Uygurlarning dövletçilik eni haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, ya'ni Uygurlarning dövletçilik eni qanday bo'lishi kerak? Rastını aytganda Uygurlarda dövletçilik eni yemirilgan desek bo'ladi. Gerçi bu anlamakta bek yakınsiz, ko'ngilni g'ash qiladigan bo'lishib qaramay, bu bir haqiqat bu. Buni itiraf qilishimiz lozim. Onun uchun qaytadan belni bog'lab dövletçilik eni tiklash uchun o'tirib chiqishga to'g'ri keladi.
Eğer biz özümüz maqtab, tarixdan da olgan, qalanı boğumuzdan da duygan, kulkun ecdatımızdan da uluğutu deb maqtınıp yürsek, belki bu maqtınışlar tüfeğiyle bir qanaat hasıl olab gelip, bizde demek başımızın qatamız saqım boladı eken bu baken bizde yeterlikten, bu başka şu mümkün. Bunun için biz aldı bilen hakikatini görüşümüz lazım. Özümüzün bayır zadı qanchalik. Biz qancha sakilimiz. Ömü çıktı toru tokumakçı olsam öz eğirliğini bil degan bir hikmetlik söz geçidi bir romanda. Demek biz aldı bilen qılmakçı olgan bir iştin burun özümüzün veznini bilmemiz lazım. Zadı qancha sakilimiz. Onunla göre hareket kılgan. Devletçilik yani Xitaylar tarafından sundurub etilgan. Yani Xitaylar 1759-yılı birinci qetim vatanimizni istila qilgandan boshlab izchil yusunda bir millatning sarxil odamlarini fikir adamlarını, tefekkür kıldıgan beşiva adamlarını nuqtılık yo'qotganligi uchun bu millatdagi milliy ruh davlatchilik ruhi bilan yug'urilib ketgan bir narsa. Bu sindi. Biz hatta o'zimizning bo'lgan ishonchimizni yo'qotib etdik. Devletçilik elimizin bu vaziyeti ta ki 20. yıllargacha, o'tgan asrning 20. yıllargacha kun siri yo'qolishga qarab yuribdi. Yani kundan kunga berbat bo'ldi. Xitoylar bu kadar şiddetli, rahimsizlarcha yo'qotdiki, biz shu darajaga keldik. 1920 yıllargacha bo'lgan aralıqda İsa Yusufning aslimalariga asoslangan vaqtida ko'chidan o'tgan har qanday Xitoylar Uyg'urlar shunday qilgan alet geldi. O Xitoyning amaldor Xitoy bo'lishi shart emas. Jazoir Xitoy, yangidan chiqib kishining mutayini yo'q Xitoy, ko'chada yurgan Xitoy, hech qanday xizmati yo'q Xitoy bo'lishdan qat'iy nazar, Xitoylar bo'lsa Uyg'urlik egilib ta'zim qilishi kerak. Shuni qabul qildi Uyg'urlar. Endi gaplashish to'g'ri kelgan vaqtida bir Xitoy bilan bir Uyg'ur. Xitoy bahramon o'tirish kerak. Ama her qanday yo'g'on amaldor Uyg'ur, Shangyu Uyg'ur, yoki hokim Uyg'ur bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'ur uyri turish kerak. Ashunga ko'ndirildi Uyg'urlar. Kundi ashunga. Ta 30-yillardagi inqilobga qadar Xitoylar bizdan uni talab qildi va uningga ma'qulga keltirdi bizni. Yana devletçilik elinden kılışı mümkün emas. Devletçilik eli degan o milli g'ururning hami turchi o. Milli g'urur bo'lgan bir odam o'zining jon dushmanining oldida bo'libmi u zamonlar uchun e'tiqodni aytmayman. O'zining mulk uchun emas, e'tiqod uchun jon beradi. Degankidek bunda e'tiqoddan chetnab ketgan Uyg'urlar asosini tustamas. Kuchlik e'tiqodi va Uyg'urlar asosini tusta. Bunda avvaldagi Uyg'urlarda agar g'urur bo'lgan bo'lsa, o'zining diniy dushmanining oldida u qadar egilishni o'lim bildi. Faqat bu yaxshilik ketganlik uchun ashuni qabul qildi. Endi 20-yillarga kelganda bu chetlarda xalqarodagi Türk dünyası deyli
Türk dünyasında cedetçilik hareketi. Bu Tataristan'da merkez kıyılan cedetçilik hareketi avcaldı. Cedetçilik hareketini hazırlıkta geçen nurgun adamlar dini hurafatlara karşı bir ıslahat, ma'arifdeki bir ıslahat düşündürüp geldi bugün kişi. Vatan içinde bu hareketini asasen aşından düşündürdü. Vatan içinde imkaniyetinin yer bergen dairesi şunun yarışa olganlık için cedetçilik hareketi bir ıslahat hareketi sütü düşündürüldü. Ama cedetçilik hareketine kanunlaştı. Devletçilik kendini kayıtlaş ve devlet kurur. Bunu şunundan görüp alayımız ki aynı vakitteki cedetçilik hareketinin aktifleri keyinki zamanda Orta Asya'dan tartıp Tataristan'a gelişi olan aralıkta kurulgan terörlük devletlerde kurgucu Tataristan kuruldu, Başkırtistan kuruldu, Altın Orda, Xiva, Qo'qon Cumhuriyeti, Buxara Cumhuriyeti, Tatarlık nurgun devletlerini kurdu bular. Bazısı okşaş devirde kuruldu, bazısı Allah'a çıkarıldı. Bu devletlerin kuruluşu da okşaş adamlar oldu. Şundakla hemmisi savaktaş yoki kesiptaş olgan, birbirini tanıydigan cedetçiler bunlar hemmisi. Ve muşu cedetçilerin savaklışı yoki meslektaşı yoki septişi olgan bir Uygur Abdülkadir Damolla bu cedetçilik iddiasını Kaşgar'a zıpladı. 1920 yıllar tarafında. Kaşgar'da cedetçilikni yaydı. Ama müteessisler şahsi menfaatleri için bunun işlerini bilen karıştırdı ve ahırda Abdülkadir Damolla'nı şehit kıldı. O maqsadlarga yetemedi. Ama Abdülkadir Damolla'nın tikip koygan bazı küçekleri vardı. Bu küçeklerinin içinde bazıları güllep yaşladı, okudu, ahırda qancha yüzlügen yıllardan keyin Uygur sütüde tunca bulab tekrar devletini eslik keltirdi. Şarq Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni qurish orqali. Bu haqiqiy bir Uygurning başbulab qurup chiqqan devletdi. Shuncha yillardan keyin devletçilik engimizni yo'qitib qo'yganimizdan keyin ba'zida Yettishahar hokimiyati yoki Yoqubbek Qashqariya devletini misol qilish mumkin. Lekin Yoqubbek chet eldan kelgan, o'zimi Uyg'ur emas u. Tojik bilan o'zbekning orasida. Ya'ni bizda istihiylik, isyankorlik, qarshilik harakatlari bo'lsa-mu, devlet quradigan iddia, devletni boshquradigan iddia bo'lmadi. Yoqubbek hokimiyatimi biz qo'zg'olon ko'tarib, biz Xitoylarni qo'g'lagandan keyin ya beviga ega bo'ldi. Bizda shunday jur'at bo'lmadi, o'zimiz hokimiyatning beshiga chiqadigan. Bizda nima bo'ldi desa, biz ro'yimiz sinib ketganlik uchun biz davlatni so'rayolmaymiz. Bu bizning ishimiz emas deydigandek bir xilalashik. Tunji qatim Uyg'urmi davlat qurib, davlat so'rayolaydi deb Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilib, buni isbotladi. Shu Abdülkadir Damolla elib kelgan davlatchilik enining bixi va mevasi edi. Bugungi kunda desa, bizning ikki qatimliq jumhuriyatimiz Xitoylar tarafidan yoki xalqaro kommunizm harakati tarafidan takrar
munqarizlikka qatırılgandan keyin yarım asırdan artıq bo'lgan bu kommunist hakimiyeti izchil turda bizning davlatchilik inimiz bilan o'ynayotdi. Biz uni ko'rmayotimiz dafa. Uni ko'rib yetgan Uyg'ur bek az. Bizning ko'rayotganimiz ildizimizni tortib oldi, uyimizni chaqib, uyimizning o'rnini elib olib yo'qolgani. Kichkiga yurib qo'ydi. Bizni ish o'rinlashtirmadi deganni ko'rayotimiz. Xitoy bizga selayotgan bu fiziki zulmlardan boshqa biz sezmayotgan ruhiy bir zulmni selayotdi. Buni his qilayotgan Uyg'ur intayin az. Bu bizning milliy hissiyotimiz bilan, davlatchilik engimiz bilan o'ynayotdi va bizni mangu bosh ko'tarolmaydigan, o'z o'ziga ishonmaydigan Uyg'urning qilgan ishonmaydi deganga ishontiryotdi Xitoylar. Bizni shu holatga keltiryotdi. Xitoylarning bu harakati yolg'iz vatan ichida bo'lib qolmay, vatan sirtidami texmi bu erkinlik muhitidan bizga qaragan vaqtda Xitoyli texmbek foydalanyotdi chet elda. Aranlarımızda soqqan adamlar var. Hatta Xitoy parastlik ko'p sonli chet ellardan izchil bu qarashimda chong turaman. Dal ular ko'p sonli bo'lganligi uchun vatanparvarlarning gipi atmaydigan darajaga tushib qolgan chet ellarda. Ashundaqlarning ko'pligidan. Bular orqali chet ellardami o'z-o'zimizga bo'lgan ishonchni yo'q qilib yutib boramiz. Ya'ni biz ish biladiganligi, boshqa millatlar qila oladigan ishni bizmi qila oladiganligimiz, bizmi davlat qurib chiqa oladiganligimiz, davlatni so'ray oladiganligimiz bo'lgan ishonch chet ellardami yo'q qilishga duch kelyapti. Ammo buni his qilganlar az. Biz faqat ko'zimiz ko'radigan, qo'limiz bilan tutqan bo'ladigan va fiziki zulmlarni, hujumlarni, istilalarni ko'ryapmiz. Ammo ruhimizga qilinayotgan hujum, ruhimizga qilinayotgan istilalarni ko'ryapgan Uyg'ur az. Bu haqda ta'minlab berish lozim. Savolga yana bir qo'shimcha shuki, Uyg'ur ziyolilari dal davlatchilik ingini qayta tiklash qurilishi olib bormoq lozim. Uyg'urlarda ishonch tug'dirmoq lozim. Ammo bu ishonch cho'qim mangulik kasılık qarab o'zgarib ketmaydigan bir iddiani asos qilish lozim. Bu qandaqdir aldamchilikni, vaqtli hodislarni yo'g'on ko'rsatish orqali, qilinib til ko'rsatish orqali bu tavranmaydigan bir ichki asosga tayinish lozim. Bir kuchlik e'tiqodga tayinish lozim bu bunda ishonch. Ya'ni masalan, g'arb dunyosi bizni ozod qilib qo'ydi, Amerika bizni ozod qilib qo'ydi degan shakldagi narsalarga qayinib qolsa, buning umri ko'tariladi. Buning uchun bu ishonch ichki asosdan tug'ilgan bo'lishi lozim. Bu bizning yuragimizda tug'ilgan bo'lishi lozim, yuragimizda ko'pligan bo'lishi lozim. Va uningga o'zimiz tarbish qiladigan bo'lishimiz lozim. Uningga tashqi kuch qo'l tiqqan bir narsa bo'lib qolsa, u bizning ixtiyorimizda bo'lmaganligi uchun tashqi kuch turdi, tashqi kuch yo'q qilib yutadi. Bu xuddi nimaga o'xshaydi? Shu ikkinchi qatimliq jumhuriyatimizning qurilishi va barbod bo'lishiga o'xshaydi. Nima uchun? Bu inqilobni Sovet hukumati keltirib chiqargan. Ya'ni bizning qonimiz va jinimiz bedeliga u o'zining manfaati uchun o'yin o'ynagan.
Barlık gelgen birinci gününden başlap Sovet hükümetinin kuçkudu boğalı için Sovet hükümeti futbolunu boğap Xitayga tapşırıp verdi. Çettelge tamamen şey çıkılıp Çettelge tapşırıp iş başında oldu. Bunun için biz manevi asasını yüzümüzde hasıl kılışımız lazım. Kışlık bir itikat kurup çıkışımız lazım buna. Bu manevi atmosferani hasıl kıladiganlar şu chet eldagi ziyolilar. Bunda bir kışlık itikat olmay turib, davlatchilik emi olmay turib, da'vatlarimiz deganlarimiz tutuldi shakl. Faqatli bir necha odamning ilqi xabarlarda ko'rinish, televizorlarda ko'rinib olishi, gazetdagi rasmi chiqib olishiga yaraydi. Ular u harakatni qilyotadi. Bu milliy azodlik harakati emas u. O'zini ko'rsatish harakati. Bu milliy azodlik harakati o'zining nima qilayotganligini biladigan odamlardan tashkil topadi. Nima qilsa nima bo'ladi deganga qarata hech cho'mmaganda bir xam plani bo'ladi. Planliq bir harakat bo'ladi. O daqqa tushgan mayoqdek unda dirinishib, nega tushishini bilmay unda saklab yurgan ishlarning oxiri bo'lmaydi. Bu tamamen boshqadan chiqqan daq bo'lganlik uchun u to'xtaydi, u dirinishsa diringlaydi. Ashunday bir ish. Davlatchilik eni bizda şu anda nolga yaqin bir seviyede. Nolga yaqin. Arpsib turamiz va bu kundan kunga avjalayotidu. Chunki Xitoy har kun yangi tadbirlar orqali bizning milliy hissiyotimizni, milliy g'ururimizni paymal qilishga, yo'q qilishga urinayotidu. Uning uchun biz cheksiz dersida hushyor bo'lishimiz lozim. Biz nimani qo'g'daydiganligimizni, nimadan saqlanadiganligimizni bilib harakat qilishimiz lozim. Bu bizning istiloga uchrayotgan vatanimiz, istiloga uchrayotgan shaxsiy mol-mulklarimiz bu narsani qo'lga keltirgani bo'ladi. Agar milliy hissiyat sog'lom bo'lsa, uni 1000 yildan keyin keltiradi. Biz buni Yahudilarning İsrailiyani qurish jarayonini bilaymiz. 2000 yildan keyin İsrailiya qayta qurildi. Chunki ular milliy hissiyotini qo'g'daya olganligi uchun, e'tiqodini qo'g'daya olganligi uchun oddiy yo'qotganlarni takror tirildiradi. Uning uchun biz diqqatimizni farqıdığan texim mühimlikte manevi teqimiz. Özgüçi histemen özgü yurtlarda. Cinimg'i can qo'shmas haqning yayliqi. Samandak sarg'iyish dildi butlarda qut bermas hech kimga minnat boyliqi. Hasadlar chekiman optoq jutlarda. Saqaymas og'riqkan vatan og'riqi. Miskinman, g'iribman, qadimim qashon, ko'k sutman, suvsiman yutgan qaymiqi. Jannatda berilgan bog'larim vashon. O'kingan odamman kishti barmiqi. Demigin, yer sho'rab manguga yashon, saqaymas og'riqkan vatan og'riqi. Qatarda yo'qdir men odamlar ora. Bechora sayoqman yo'lda boyiqi. Ko'nglim oq va lekin ta'lim qara odamman yo'qolgan so'ygi amriqi. Ko'zida yosh, ko'zda qon, yurakda yara. Saqaymas og'riqkan vatan og'riqi. G'urursiz netarman tushar boshqa kun. Tağ erur yelkemde teşviş salmaqı. İçimde tuncuqda hannava ses ün. Təs tenning menzilida qadam almaqı.
Kündüzler közümgü patkan qara tün, saqaymas ağırıqken vatan ağırıqı. Muqaddas nava bob singan tuproqqa. Tallarning keçmişi möçem tarixi. Qarayman yiroqqa, azim to'g'roqqa, yo'lladi yoshlikning oltin varig'i. Muhabbat sharobi yurtda so'g'roqda. Saqaymas ağırıqken vatan ağırıqı. Uyman döng boyludim, kezdim men modam, odam men her yerge tekken ayığı. Beşimdin ketmeydi alemli her an. G'ariblik dashtinin g'o'ldi tayig'i. Qaqshalman, shiximdin to'kilgan g'azon. Saqaymas ağırıqken vatan ağırıqı. Hayatni o'kinish desam dal bo'lur. Yo'q uning ong'i tang g'olib yarg'i. Barcha his, bu hisga qaram al bo'lur. Ko'zlarim keynimda oqar qarg'i. Qayg'udun ko'ksimga hamon sal to'lur. Saqaymas og'riqkan vatan og'riqi. Esimdin chiqmaydi jon mahallalar, qanimda jo'sh urar o'lka ayniqi. Yangraydı tutardın tonuş pədiler. Aqlimni sınaydı yollar ayrığı. Hüsnünü tekrarlar, güldü bergiler, tığımğı tığ bağlar, tığım qayrığı. Çıqqan hoş tinimge emdi kirdiler. Saqaymas ağırıqken vatan ağırıqı. Ben emdi özgüge bolmayman hayran, yok erur yigitning şarttin taynıqı. Uvanğa hürmüsen bolmaysan bayram. Sayıdı soňudy saynyň saymyqy. Ezdisen özüňdi güzellik davran, saqaymaz ağırıqken vatan ağırıqı. Söýgüsüz uzluklar çıksın uzunğa. İşbarsız güllerning tastur yanlığı. Buralqı kimsiler kirmez puzunna, tamakni yırtıdı hicran. Esrettin bulup azap Ütermen mukinlip hicran otda küp Yar visalini kümey bulamen umet derbar Vakitsiz kazan bulgan Bağla çöge aylangan Yar kelgen bu çöller Bulamı güzel bustan Bulanı güzel bustan
kollarım taşmakta. Ah benim bu yüreğim gam bilen ötemem o. Kündün tün çekimen feryat, feryat, feryat. Rahmet. G'ulom Osmon efendim, bu yakınki 20 yıldan bu yan desek bo'ladi, Uyg'urlarning Yevropaga, g'arb davlatlariga chiqishi bilan birlikda tashkillanish avj oldi deyishga bo'ladi. Uyg'urlarning o'z oldiga shu har xil tashkilotlarni, kichik tashkilotlarni qurishi sizce to'g'rimi? Ya'ni hozirgi vaziyatimizni olib aytganda zaruriyati bormi? Her qanday turdagi tashkilotlanish millatning yakka shaxs sifatida yashaganiga qaraganda to'g'ri va bu zarur. Bunun to'g'ri bo'lishi inson yakka yashagan sari odamlar ichida shuna uningda bir kollektivchilik yangidan yetilishi uchun ma'lum jamoatga tabi bo'lishi lozim. Hech bo'lmaganda bir diniy jamoatga, bir masjid jamoatiga tabi bo'lishi lozim. Hech bo'lmaganda bir suhbat guruhiga ketilishi lozim. Buningda tashkilotchilik yangi bo'ladi. Ya'ni ma'lum to'p ketilishga hozir aletga keldi. Bo'lmasa mangu bosh-boshda bir to'p ketilg'olmaydigan xarakter paydo bo'lib qoladi. Shuni tashkilotlanish har qachon Yani köp teşkilatlık buluş to'g'ri deb qaraysiz. Shundaqmi? Ko'p tashkilotlik bo'lish to'g'ri. Ko'p tashkilotning hech qanday ziyni yo'q. Ba'zilar ko'p tashkilotdan bu yerdan o'kiganda o'kiyotadi. Endi bu qadar o'kishning hech qanday zaruriyati yo'q. Chunki hammasi ma'lum bir tashkilotga tabi bo'lmadi hozirgacha. Bundan keyin bo'lmaydi. Undaqkan ularning yakka holatda to'g'iniga qaraganda mahallaviy tashkilotlarga, kichik tashkilotlar bo'lsa-mu, uyushqani yaxshi emasmi? Uningda yukib ketkilik emas. Ening ustiga faqat bir tashkilot ustiga bu diktatorlik bu. Biz diktatordan to'yib ketgan bir millatmiz. Diktatorlikdan biz bu bugungi kunda qoldik biz. Agar bizning diktatorlikdan shu qadar to'yib ketganimiz rost bo'lsa, nafratlanganimiz rost bo'lsa, erkin dunyoga chiqqandan keyin diktatorlikni o'zimiz qilmasligimiz lozim. Uning uchun tashkilotlarning bo'lishini, ko'p xil fikr iqimining bo'lishini cheklamasligimiz lozim. Fikrning ko'p xilligining bir nimaga ziyni yo'q. Haqiqatning tavillanishi uchun bas munozara bo'lishi lozim. Faqatli bir narsa bo'lsa, bizda tanlash imkoniyati bo'lmasa, bunisi qo'rqinchli. Ularda tanlash imkonlari bo'lishi lozim. Har kim o'zi xohlagan to'pga ketilishi lozim. Faqat maqsad bir bo'lsa, shu yetarli. Ya'ni hammamizning maqsadi Sharq Turkistonning ozodligi, millatimizning hurligi bo'ladigan bo'lsa, bu tashkilotlarning ko'p bo'lishining bir nima ziyni yo'q. Bizlar talashmasak bo'ladi. Ko'z qarash talashganning bir nima ziyni yo'q. Ozodlik chiqmaymiz. Xitoyning qulluqida tursak yaxshi deydiganni hech kim deyolmaydi. Hech qanday tashkilot bunday deyishga jur'at qilolmaydi.
Gerçi ba'zilarni Xitoylar kontrol qilib olgan, Xitoy jasuslarining qo'lida turib atgan tashkilotlar Ashkariyusunda uni targ'ib qilolmaydi. Hammamizning maqsadi Sharq Turkistonni ozod qilish bo'lsa, tashkilotning ko'p bo'lishining nima ziyni? Diktatorlikqa qaraganda yaxshi bu. Chunki biz tanlash imkoniyatimiz bo'ladi, ma'lum ko'z qarashdagilar bizni ziyonga ketib qolgan, yo'qolish yo'liga ketib qolganligi sezilgan hamon biz bundan chiqib yana bir tashkilotga ergashishimiz mumkin bo'ladi vaqtda. Agar bu faqat bir tashkilot bo'lsa, Xitoylar uni kontrol qilib olsa, naqadar qo'rqinchli buning oqibati. G'ulom Hasan efendim, siz hozir bu tema haqida to'xtaldik. Men oldingi haftalarda Anqarada yashayotgan shu strategiya mutaxassisi Erkin Akram efendimdan bir savol so'ragan. Chet elda tashkilotlar ko'payayotdi. Buning bilan birlikda Uyg'urlarning fikr, ideyadagi ixtiloflar nihoyatda kengayib mengayotdi. Buningga balkim siz xatolashmasam sizning bu yozgan Aynak Azadlık Yolu İzdeniş namlı kitaplarınızda bu haqda az sola ma'lumotlarni bilgan ekan. Endi bu hozir yeni hozirgi 2014-yildagi vakalar asosida, ya'ni kelib chiqayotgan, o'tirib chiqayotgan hadislar asosida men bir bunday bir savol o'tirib qo'ygan Erkin Akram efendimdan. Erkin efendim o'zining fikri bo'yicha bir javobini bergan bo'ldi, analizini. Sizden bir muşak sorgan bolsam, mesela bu chet elda hozir ba'zi tarafdorlar to'ttamning ichiga kirib duo qilish bilan vatan ozod bo'lmaydi. Vatan ozod bo'lmasa, din degan narsa tugab ketadi. Buni vatan yo'qlarning avvaldan selishtirib ko'rsanglar bo'ladi deb bu xildagi fikrni beryapti. Yani aşı köz qarashda men o'tadi. Yana bir qism tashkilot sifatida yoki shaxslar Uyg'urlar bular deydi, vatan faqatla Allohning og'amchisiga chin esilganda azob bo'ladi. Din jihatdan sus bo'lib, oqshimi ba'zilaringlar aroq ichib, atsi da'vo qilamiz. Vatan, millat deb shoir tovlash bilan bu da'vo bo'lmaydi. Bundaq inqilab emas dedi. Endi zodi bu yerda qaysi fikr to'g'ri? Yoki her ikisi to'g'rimi? Yoki her ikisi xatomi? Nima sababdan bu kadar cho'ng farqlar o'tirib chiqdi? Aslida hammalarning ishidagi ko'ngliga kirib chiqadigan bo'lsak, Xitoy dushman, bütün Uyg'urlar do'st. Yani üçüncüsü bu. Maqsadimiz vatan ozod qilish deyapti. Ama yine resmi haqiqiy şekilde Uyg'urlarning shu psixikasiga kirib chiqadigan bo'lsak, mesela men ko'p o'qigan bir odam emas. Ama pek ko'p inson bilan ko'rishdim chet elda. Balkim to'g'ri tushundim, balki xato tushundim. Har xil faoliyatlarda, har xil namoyishlarda uchrashib qolgan Uyg'urlarning soni xili ko'p bo'ldi. Bularning asosli hammasini deydigan gibi vatanni ozod qilish deyapti. Maqsadimiz shu deyapti. Ama bizdeki en çoğun belki bilmeymen qayerden sınıp girdi bizge bu ideya. Xitoydan sınıp girdi mi yoki bir xil qizg'anchiqlik, hasadxo'rlik bu birga qo'shilib hammasi butun chet elda hozir bir-birisining haqida ozroq yomon gapni qilgan bo'lsa, bu Xitoyning jasusi degan yo'g'on qalpoqdan birini kaydirish moda bo'ldi-da endi hozir chet elda Uyg'urlarning orasida. Amaliyotda hammasi Xitoyning qo'ygan o'yinlar emas. Bizning ichimizdagi bu hasadxo'rlik, chidamaslik, bu ko'rolmaslik, bunu bir terapia deb qarayman endi. Bu yerda hozir bu kadar o'zaro dushmanlashib ketish, hatto ba'zi shaxslar buningga mening naq qo'lidan tutib olib birga o'g'irtsang meli bilan deydi. To'liq isbot bilan tutanmaganligim uchun ism bilasi berolmayman. Birisiga ko'ranmagan bo'lsa, birisining fikrini yaxshi ko'rmagan bo'lsa, bu bir shaxs bo'lishi mumkin yoki tashkilot bo'lishi mumkin. Onundan o'chirish, uni yiqitish uchun hatto
umumiyüzlük aldı kalbimizde vay Xitay düşman degan muşu Uygurlar Xitaydan yardım elip durup karşıdaki aşı özünün fikirge karşı olan fikirdeki adamlarını yıkışqa urunuvatqandek bir hadiselerini körevatime sezivatime. Hem de hazır dep ötkendek bununla to'liq ispat bilen haqiqiy şekilde oturup koyuş gerek bo'lmay qalsa bundaq narsalarning g'ayratga aylanib ketmasin deb men bu narsani oturup koymadım. Sizningcha bu xildagi farqlar nima deb bunda ko'payib ketib bordi? Yani ikki xil taraf, mesela birisi din da'vatidir. Albatta, hammamiz musulmon. Uyg'urlardan men hozirgacha men Hristiyan, men Budist ishinaman deb o'tirib chiqqan odamlar millionda bir bo'lsa kerak. Haqiqiy o'tirib chiqqanlar. Yani hozirda 20-30 milyon odam bo'lsa, 20-30 tal odam bo'lsa kerak o'tirib chiqqanlardan. Ama o bir milletninki nimasiga ta'sir ochiq oshkora bir narsa ifodalab berolmaydi. Bu har millatda, har dinda bo'lishi mumkin. Andin yana bir tarafdagilarning diqqatlam. Sen din deblam eslab olsang, bu yo'lingda bir yerga borolmaysan degan. Ya bularning orasida bir cho'qim birlik kelaydigan oturup bir yol dağıtıdığı mesela umumi xalqaradaki meyli Amerikalılarning Uygurlarga oturuyor siyasi degandeki Xitoy bilan bo'lgan. Bizning Uygurlarning arasida mı bir otur yol chiqish imkoniyati sizcha yo'qmi? Siz xil uzunmuş Uygurlarni tadqiq qildingiz. Men sizning aynak nomli kitobingizda mesela Molla Bezek Uygurlar degan bir hikoyangizni o'qidim, maqolangizni. O haqiqiy bir tadqiqot shaklida o'tirib chiqqan maqola ekan, mesela vatandagi. Mesela chet eldagi mush Uyg'urlarning mush psixika durumlari qanday qaraysiz? Fikir o'xshamasliklarining bog'ligi inson bo'lgandagi Uyg'urlar emas. Her qanday millatda fikir ixtilofi mavjud. Bunu korkunçlu bir dereceye yetti diyemeyiz. Şundakla bu prensipal meselelerde tutuşuvattanlık emas. Üzümüz degendek Uygurlarning A topumu, B topumu, C topumu o'xshashli vatanimizni ozod qilsa, Xitoyni qo'g'lab etsak degan mushu maqsadni da'vatidir. Demek bundan bir büyük o'xshashlik usul meselesida yani qanday edib berish kerak, qanday amalga oshirish kerak degan bu yo'l meselesida o'xshamasliklarning bo'lishi u darajada qo'rqinchli emas. Biz asosiy masalada yani maqsad meselesida hammaylar bir bu bizning bir afzal tarafimiz. Başka bazı milletlerde muşundan evzellik bulmagan tarihta aşkarı halda mustemlikçilikni, kullukni terhip kılalıgan grupları olgan başka milletlerde. Aşkarı oturup koymasını ma'lum çıraylık atlar bilen oturup koyduğun grupları olgan. Lekin Uygurlar Xitoyni kontrol qilib olgan bir tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar mı? Her qanday bir tashkilotimiz yoki har qanday bir jamoatimiz, to'pimiz hammaylar Xitoydan qutulamiz degan bir maqsadda bu bizning bir afzalligimiz. Agar biz bundan afzallikni joriy qildira oladigan bir talant egisi, bir qabil rahbar o'tirib chiqib, bu taraflarning hammasi bilan ayrim ko'rishib va uning vakillarini bir yerga kelib, yana boshqa birlikka keltirsa bo'ladigan afzal tarafimiz bu. Chunki maqsad o'xshash bo'lganlikdan. O yo'lning o'xshamasligi, metodning o'xshamasligini birlikka keltirib bo'ladigan ish aslida. Ama bunda ko'p xil metod ve her kim o'zi o'tirib qo'ygan yo'lni talashish bizga nisbatan bugungi kunda
pek foydaliqmi bo'lmayotidi. Aslida ko'z qarashining ko'p bo'lishi, haqiqatning tavlanishi uchun bunday bas-munozara qilishish foydali bo'ladigan bo'lsa-mu, Uyg'urlar uchun bu yildizi bo'lgan o'ynab ziddiyatga asos tashkil qilib kelyotidi. Biz buni yanada milliy hissiyotimizdan, davlatchilik engimizdan qaynaqlanayotidi desak bo'ladi. Davlatchilik engimizning ojizligi tufaylidan bizda milliy hissiyotning birligi yo'q. Buni men boshqa maqolada deb o'tdim. Ba'zi maqolada hozir aniq ismli yo'q. Milliy hissiyot yoki davlatchilik engining birlikka kelishi qanday bo'ladi deganga men misol qildim. Xitoyning ongsiz bir xitoyimi, ziyoli bir xitoyimi, o'zganing to'yg'indan boshqani o'ylamaydigan dod xitoymi yoki millatchi xitoymi, Sharq Turkiston masalasida o'xshash bir iddiyaga ega. Mana bu milliy birlik bo'ladi bu. Kommunist Xitoymi, Kuomintangmi, Shanshiseymi o'xshashlar bir-biriga dushman Xitoylar bo'lsa-mu bu. Ammo milliy birlikka ega bular. Cho'ng milliy manfaat oldida milliy birlikka ega. Ya'ni vatanimiz Sharq Turkiston masalasida Shanshiseyning fikrimi bir, Kuomintangning fikri o'xshash, kommunist Xitoyning fikri o'xshash. Hatto chet ellardagi demokratik atalmış demokratik Xitoy degan Xitoylarning fikri o'xshash. Mana bu milliy birlik deyiladi bu. Hissiyotdagi, ya'ni milliy tuyg'udagi davlatchilik enidagi birlik. Davlatchilik eni bo'lganligi uchun bizda mana shu milliy birlik yo'q. Gerçi biz ağzımızdaki şuvarda bir birlik şuvarda olayımız. Emmeylenin arzusu Xitayni qo'g'lab chiqarib vatanimizni azod qilish degan bu masala go'yo emmeylen birlik kelgandek tuyuladi. Lekin haqiqiy davlatchilik eni asosida barliqqa kelgan emas. Ya'ni bizning ongsiz katlamımızdan çıkan bir iş emas. Yani akıl kurulmasınınki, mini kurulmasının psikolojiya tabiri boyunca 3 katlamlı bilindiğinliği ilgari sürüldü bu. Bu 3 katlamlar en iktidai şekli bo'lgan yoshurun enimizden urunagan milliy birlik emas bu. Ağzımızdaki birlik o. Emmeylenning azadlıkka bo'lgan intilishimiz ağzımızdaki birlik. Eğer bu yoshurun engimizden urunagan bo'lganda Xitoyga o'xshash bo'ladi. Bu degan ko'z qarashlarimiz o'xshamay bir-birimiz bilan yillarcha urush qilgan bo'lishimizga qaramay bu milliy birlik masalasida o'xshash bo'lgan bo'ladi. Cho'ng milliy manfaat oldida hammanglar shaxsiyatlarni qo'yib turgan bo'ladi. Xitoymi hatto shu bizning Iso Yusuflar Kuomintangning ichidagi millat vakili edi. Oxirgi paytlarda Kuomintang hukumati vatanimizni tutib turolmay o'zining jon dushmani bo'lgan kommunistlar u yerga kirish oldi turgan paytda bizning Iso Yusuflar vatanimizni tilidi. Bu baribir sening qo'lingdan ketib boradi. Dushmaningning qo'liga qag'icha bizning o'zimizga beraver desa unamadi Kuomintang. Mana bu bir milliy birlik degan shunday bo'ladi. Ammo biz davlatchilik elimizning tuvanligidan cho'ng milliy manfaatni asos qilmaymiz. Biz o'zimizningki gap yo'g'iltishimiz, o'zimizning degini degan bo'lish kerak bizning.
mahallaviy manfaatlar, shaxsiy manfaatlar, tar guruhning manfaati milliy manfaatdan ustun turdi. Men buni ilgari kitoblarimda bek ko'p dedim. Her zaman biz shaxsiy ziddiyatni umumiy milliy ziddiyatni ustun qo'yamiz. Umumiy milliy manfaatdan har guruhning manfaatini yoki o'zimiz aralashib o'zimiz tava bo'lgan tar guruh o'zimizning jamoatining manfaatidan tuyon ko'rimizda shuning bilan biz kichik guruhning manfaatini talashib cho'ng milliy manfaatni ziyon qilishimiz. Buning uchunmi yanada davlatchilik yangi tiklashning muhimligi yana bir qatam isbotlandi. Bugungi bizning talashlarimiz agar bu faqatlik gap talashish bo'lgan bo'lsa, uni balkim tuzatgan bo'ladi, oddiy bo'lgan bo'ladi. Hatto buning ichida harakatga aylanib ketganlari bor. Bu bayamsız pakitimning yo'qligidan ism berenmedim, Xitoyning qo'li orqali zarba berishga berib yetgan shunday ishlar ekan dedingiz. Bu amaliyot o. Bu bizning kim o'sha 97dan 2003ga Rossiya, Pokiston va uning atrofida bo'lgan mujohidalimizda, milliy kurashlarimizda amaliyotda yuz bergan ishlar. Ya'ni tabliq qilib deydiki uni odamga, sen vatanga borgandan keyin demokratchilarning birlik tarkat qilayli deb qolsa, ma'qul deb qo'yib uni ichiga kirib uning hamma sirlarini bilib olib, Xitoyga deb qo'yib, Xitoyning qo'li orqali uni yo'qotib etsangiz savob bo'ladi degan tabliqlarning qilinganligi amaliyot. Mana bu nima desa, ko'z qarash talashishni umumiy manfaatga ustun qo'yadigan bu ko'rlik bu. Dötlük bu. Bu davlatchilik elimizning bayam deganimdek nolga yaqinligining alomati. Agar bizda davlatchilik elim bo'lsa, unday demaymiz. Yillar talashishimiz, hatto uqishib qolsak urushimiz, biz-birimizni hatto o'ttirimiz. Ammo milliy ozodlik masalasi eng cho'ng milliy manfaatning oldiga kelgan vaqtida hargiz o dushmanga bir-birimizni sotmaymiz. Mana o'lima urushayotgan bo'lgandan bunu setib itibani qo'l orqali yo'qotib demaymiz. Eng azından o kim? O mana o dushman. Lekin u Xitoyga dushman emas. U tarafimiz o'rtaq bo'lgandan keyin uni Xitoyga deb qo'ymayman. Bu bizdagi milliy tuyg'umizning ne kadar ajizligining bir ifodasi. Endi bu savollarimiz bek ko'p üstü bo'lib ketganligi uchun qiziq arayolmay qoldim. Ismingizcha siz bu milliy mujohidlik olib berishdagi metod masalasida biri duo qilib o'tirish, yana biri harakat qilish, yana biri diniy yo'l, yana biri millatchilik yo'li degandek mashundoq bir o'rtamchi yo'lni va bunga arasida talash tortishning bo'ladiganligi, uning qaysisining to'g'ri ekanligini so'rgandek qildingiz. To'g'ri. Bu o'yning ichiga chirib o'tirib olib duo qilish deganda, shu duo qiluvchilar o'zi dinni yaxshi tushunmay o'tibdi. Anda xurabiy din emas. Duo qilganda birning tutudi deb qarasa, islom dini bizga jihadni buyurmaydi. Bir. Agar ashunda harakat qilmay o'tirib olib duo qilib ish tuturdigan ish bo'lsa, Alloh o'zining do'sti, habibi bo'lgan Rasulullohni o kadar qiynamagan bo'ladi. U qadar jafolar sanmagan bo'ladi. Ashunda o'tirdigan g'arg'i berib o'tiriblar, duoni qilib tutdi. Islom dini harakat dini. Uning uchun
kelime shahodat keltirishning o'zida hisob bo'lmaydi. Uning sharti shuki, til bilan e'tirof qilish, dil bilan tasdiq qilish, harakatda ijro qilishni shart qiladi. Harakatda. Og'zida deb qo'yib bilan ishini qilaversa, u musulmon bo'lmaydi u. Cho'qim buyurilgan harakatlarni qilish lozim. Shunlashda agar kimiki duo qilishdan boshqasi baka o'tiribdi duo qilamiz desa, u nol, u musulmonmi emas u. Uningki dinni tushunishi intayin xato bo'lgan bo'ladi. Eng oddiy bir misolni desak, ana Rasulullohning zamonida bir sahoba tugusini bog'lamay namoz o'qiydi. Chunki tugusi tushib ketadi. Bu Rasulullohga da'voga keladi u. Men Alloh omonat qilgan bo'lsam saqlamabdi deb. Sen tugangni bog'laganmi deb so'rasa, bog'lamagan deydi. Oldi bilan bog'laysan. Endin kim Allohga omonat qilsan deb. Buni konkretlashtirsak va harakatimizga tatbiq qilsak, bunday ma'no chiqadi. Bir musulmon meyli g'alba qila olsin, meyli g'alba qilolmasin, hatto ko'rinib turgan mag'lubiyat, o'sha hamma yerda mag'lubiyat aniq bilinib turgan avvaldimi, qo'lidan kelgan harakatni qilish lozim. Qo'lidan kelgan harakat qilib, qo'lidan kimga yerga endi Allohga topshirmoq lozim uni. Endi Alloh yordam qilishi mumkin. Qo'lidan keladiganini qilmay, eng oddiysini qilmay, eng zararsizi, eng xatarsizini qilmay turib, yetib olib Allohdan tilasa, u oqmaydi u. Hazrati Maryam, Hazrati Isoni tavallud qiladigan vaqtida odamlardan uzoq bir yerga ketib bir qavmining tuvida o'tirdi-ku. Tolg'aq azobidan qijilinib ketib, ana shu vaqtida Alloh tarafidan nido keldi. Sen qavmi darasini eg'itqin. Oldingi pishqan yeng qavmlar tushidi degan nido keldi. O tolg'aq azobida qijilinayotgan bir ayol. O'zining o'lanlar, jiniga o'lanmayotgan, qattiq qiynalib turgan bir ayolni, ya'ni qavmini eg'ib oldingi qavmi tushidi demayli tashlab bersa bo'lmabdi. Ammo uni harakat qilishini talab qilyapti. Azroq bo'lsa-mu, qo'lingdan kiyagini bo'yicha harakat qil, endi qolganini men. Bo'lmaz uning eg'itqiniga u eg'ibmi ketmaydi. U qadar aziz bir ayol qavmining g'olini midirilta olamdi. Ash qavmi to'kilib ketgidek darajada midirilta olamdi. Mumkin emas, midiriltanmaydi. Qanday bo'lmasin, uningdan harakat qilishini talab qilyapti. Azroq harakat qil, qo'lingdan kelishicha endi men qavmini tashlab qo'yayman. U bakal tashlab turdigan shunsa Alloh o'zining anda yaqin bandalariga tashlab qo'yapti uni. Ashladimmi harakat qilishini talab qilgan tursa. Anda uyda o'tirib olib duo qilsam kutidi deyish, bu islomning ro'yiga uyg'un emas bu. Buni deyotganlar hech dindan xabardor odamlar emas. Din harakat bilan birlashib iymon. Islom dinimiz uni talab qiladi. Agar iymon harakat bilan birlashmasa, nol. Unda iymon isbotlanmagan iymon bo'ladi bu. Shuning uchun bu duo qilish to'g'risidagi mening javobim bu. Endi biz diniy asoslarga tayanib, diniy tashviqotga tayanib, milliy birlik hosil qilamizmi? Sharq Turkiston harakatini bu orqali tashkillaymizmi? Yoki millatchilik yo'li orqali tashkillaymizmi? Agar bu ikki maslakda talash tortish bo'layotgan bo'lsa, o zaman diniy asoslarga tayanib
Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatini tashkillashning to'g'riliqini tashabbus qilaman. Chunki bu millatimizga 1000 yildan ortiq bir milliy ideologiya ulab singib ketgan bir din. Xitoyning 70 yillik dinga qarshi olib borgan buzg'unchilik harakati bilanla biz to'liq dindan chiqib qolmadik. Shu qiyin qistoqlar ostida namoz o'qisa turmaga qamab desa u bizning millatimizni Xitoy tinchitib bo'lolmadi. Bu avvalda shuni qiyos qilamizki, din bugungi kundami bizning millatimizning qalbiga yanada hukmron, yanada asosiy ideologiya. Onun uchun tarixda bizning inqiloblarimizning hammani eslab boqadigan bo'lsak, diniy chaqiriq orqali boshlandi. Allah'ning jihad chaqiriqini asos qilib Xitoyga qarshi kurashga otlantirdi xalqni. Tarixda. Hatta Sovet ittifoqidek dinga qarshi kommunistlar tashkillagan. Shu 3 viloyat inqilobi deb mavzudan at qo'yib bersiz biz shuni ya'ni Sharq Turkiston milliy inqilobi gerçi Sovetning kontrolli ostida bo'lishiga qaramay, Sovet hukumatı shuni tunib yetdiki, bu millatni din orqali qo'zg'amasa qo'zg'alib bo'lmaydi deganga ko'zi yetganligi uchun bu amaliyotni tushunib yetganligi uchun va buni uchun bu ishning beshiga diniy tabiqadan kelib chiqqan Alixon turini bosh qildi va diniy tabliğ, diniy chaqiriq orqali inqilob boshladi. Bu ishning hammasi tutib, bu hukumat qurilib, ikkinchi qatimliq qayta saylandi. U urush Xitoyda bo'lgan u So'qashlida u askarlarni jangovar holatga keltirishlarda u Ahmadjon yo'q vaqtda. U vaqtda Alixon Ture o'zining diniy nutqlar orqali fidoilarimizning yurtiga o't yoqdi. Ular bilib turib o'limga qarab o'zini otdi. Bunda jangovar qilayotgan omil din. Endi bizga kun kelib Xitoylar allaqachon bizni dinsiz qilib bo'ldi, endi dinning roli tugadi desa xatolashimiz. Bugungi kundami agar dindan ayrilgan bir harakat bo'lsa, milliy mustaqillik harakatimiz dindan ayrilgan o'tirib chiqsa, ergishadiganga adam topolmay qoladi. Yetim qoladi. Uning uchun bugunmi, ertanmi, o'g'inmi dinni asos qilish yana kuchga ega. Ammo yana bir masala bor, dinni to'g'ri sharhlash, to'g'ri tushunish va to'g'ri tushundirish masalasi bor. Bizning mutaxassis mollalarimizda mana bu kasal ig'ir. Bu tufaylidan dinga tayinimiz degan taqdirdami, bu mutaxassislar bu inqilob harbisini yana patqab patirib qo'ydi. Bu tariximizda ko'p qatim takrorlandi. Takrorlanishi mumkin. Chunki bu mutaxassislarning dinni tushunishi nayt qatmal va dogma shaklda bo'lganligi uchun tushundirishimi ana shunday dogma va ana shunday qatma. Bu tufaylidan bu inqilob nayt asonla Sharq Turkistonni azod qilishdan iborat bu chiqindirishi xalqaro islom harakatiga aylanib qoladi. Rasululloh o'zining hadislaridan birida biz hammamiz podachiimiz. Har kim o'z podasidan mas'ul dedi. Buni amaliyatimizga tatbiq qilsak shu chiqadiki, bir oila raisi, ya'ni bir dadavochi o'zining oilasiga mas'ul. Ailesidan so'roq so'raladi. U ailening podachisi.
bir jamoatning beshig'iga adab nisbatan u jamoat uning qadisi uningdan so'raladi. Uning so'rag'i. Sharq Turkistondan so'rab qilinadi Uyg'urlar. Chunki Alloh bizga Sharq Turkistonni miros qilib berdi. Allohning mulki bo'lgan bu yer sharidan Sharq Turkistonni bizga berdi. Undan olgandan keyin bizga Sharq Turkistonni berib qo'yib, Falastindan savol so'ramaydi bizdan. Bu mantiqsizlik bo'lib qoladi. Sharq Turkistonni nima uchun qo'g'dayanmaganligimizni so'raydi. Uning uchun har kim o'z qadisiga mas'ul degan bu prinsip bo'yicha biz ashpadimizga, ya'ni Sharq Turkiston xalqiga mas'ulmiz. Sharq Turkiston mas'ulmiz. U tuproqni tozalash, u tuproq diniy prinsip bo'yicha musulmonning tuprog'i sajda qiladigan sajjoja. Joy namoz bu. U pak bo'lishi lozim. Dushmanning oyoqlari dastlab turgan u tuproq pak bo'lmaydi. U tuproqni tozalashimiz lozim. Bizning diniy vazifamiz u. Yalnız milliy vazifa emas, diniy vazifamiz u. U tuproqni tozalashimiz lozim. Biz uyani qo'yib, dushman yenimizda tursa uni qo'yib, endi talog'i chiqib Suriyada jihad qilaman desak, u ma'to'liq bo'ladi. Diniy kitobda isbotlaydi, bu mollani men bilmayman, ammo bunda ish yo'q dinda. Dushman yenimizda bizni xalq qilayotgan dushman, bizni namoz o'qitmayotgan dushman, bizni masjidimizni chaqayotgan dushman, Qur'onimizni ko'ydirayotgan dushman yenimizda tursa, uni qo'yib chiqib talada jihad qildi. Kulkilik emasmi bu? Allah'ın bir ayetida yana shunda deyiladi. O'zinglarning yenidagi dushmanga qattiq bo'linglar. Ular sizlarni kuchlik his qilsin degan oyat bor. Endi biz o yenimizdagi dushmanni qo'yib va buni gapdonligimizga tayinib bu gap to'qib, hikoya to'qib, uni din orqali tushuntirishga urinsak, bu behuda avorchilik bu. Bu dinni burmalash va dinni suiiste'mol qilish degan bo'ladi. Onun için bu to'g'ri emas. Ammo dinni asoslaydigan tashviqot harakati orqali milliy mustaqillik harakati tashkillash zaruriyat va birdan bir yo'l. Uningdan boshqa yo'limiz yo'q. Lekin bu yo'lning ichida anda bir açamak var, bu açamakka diqqat qilmoq lozim. Endi millatchilik tayansining bo'ladi. Men bu masalada ilgari to'xtalgan bu har ikki masalada bizning millatimiz o'sha hozirgi zamonga kelganda andin milliy tuyg'ulari uyg'onayotgan ilgari musulmon deydigan millatining etini demaydigan bir millat bu. Millatning nima desa men musulmon deb javob berdilar. Bu yaqinqicha. Va bugungi kundami biz aholimizning zo'r ko'pchiligi darhol o'zini Uyg'urman deb javob berolmaydi. Musulmon deb javob beradi. Millatga berilayotgan javob diniy e'tiqoding nimaga emas. Demak, bizdagi millatchilikning saviyasi va millatchilikning yildizi tutgan o'rni u darajada ekan, biz millatchilikka tayinib millatni oyoqlantiramiz, qo'zg'aymiz desak, ancha muvaffaq bizda millatchilikning bixlari 30-yillardan boshlab paydo bo'ldi. Aslida bu bugungi kunga kelganda butun millatga umumlashish kerak edi. Baxtga qarshi
bu 30'lı yıllardan başlayıp 40'lı yılların ahırda komünist istilası bilenler bunun yolu kesildi. Komünistler bizim milli hissiyattan yoksun tutuş için hareket başlaganlığı için bizim milletçiligimiz terakki kılanmay aşağıda bölüşkünü ucuktu. Onun için bizde intayin az sandığı ziyani milletçilik ruhiga ega. Zor köpçülük halkımız milletçilik deganning nimaligini mo, milletning nimaligini mo o kadar düşünüp ketmeydi. Bundan ahvalda milletçilikni asas qilgan, milletçilikni üzerine qo'zg'atish ve mustaqillik hareketi teşkilleş xiyali birinci kademede mağlubiyet. Onun için meyli bizden bu anlıklaşıp ketken ya ki garipleşip ketken ziyalilerimiz kubul kılışını halımasın hiç olmaganda Sovyet İttifakı'nı itiraf kılış gerek ki bu milletin fakatla dini hissiyat Xitayının kozgatqını olur. Eğer bu ameliyatını ziyalilerimiz kürüp yetenmese bu müstakillik hareketimizden sırtıda kalıdı. Şundakla dini hissiyat tayangan milli müstakillik hareketimiz başlanganlığı için tüyo talışış maqsadida dinni suiiste'mol qilib, yani özlerinin molla ulama ekanligidan iborat afzalligidan foydalanib dinni suiiste'mol qilib buni boshqa chig'irga boshlashga urinish yanada mag'lubiyat kelib qoladi. Chiqdim bugun safarga, tirikchilikda yang turib, qoldi ketgan yo'lingga ota-onang telmirib, ko'zlariga yosh ilib, suyguning tanho qoldi, qo'llarini shiltib, o'g'il qizing qoldi. Xudoyimga omonat deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la, atam qachon kelur deb kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi jumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi, kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir birni ishga etolmay, nada shirding tantirab, texi uyga yetolmay. Duo qilib so'rayli Allohdan omonlikni, yo'lda yurgan musofir ko'rmasin yomonlikni. Xudoyimga omonat deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in.
Bu yolla uzun yolla, bu yolda ölüm tola. Atam kaçan kilur de, küterse bir balalar. Namın uluk hey Allah, dua kılıp sorayma. Yoldaki musafirnin amanlığın tileyme. Amin. Rahmet Gulam efendim. Bugün Roz Ramazan'da sizin hazır Kanada'daki iptal oluşu kadar uzun vakit var. Nayeti köp soğallar var. Şunaqtımı sizin yine Roz demeyi elbette muşum hazır. Bu Roz ile oxşar şekildeki bir hizmet dep qarayvermen vatan milletinin azatlık için. Hazır vatanimizde Roz tutuşunun çekilmevatqanlığını namaz okuşunun bir şehirden bir şehirge atlap namaz okuşunun kanunsuz olup ipanlavatqanlığı yani sanısak tügemeydiğen derecede Xitayning müştaq mecburi besimler bulatıdım. Mesela chet elde turvatqanlar sosyal medya deyimiz. Her xil torbetlerden haberlerini körevatımız. Hem xuddi bir özümüzning urug'ini, özümüzning qarindoshi o'lib ketmaganligi uchunmi palani Aqsuda olishga odamni o'lim jazosiga hukm qildi deb palani Xotanda yoki G'uljida yoki Urumchida muncha odamni 60 odamni tutdi, 3 odamni o'lim jazosiga hukm qildi deb nas desa bir xil uchimiz ichishib, ammo ko'pchilik shundoq ichidagi qalbiga toza kirib chiqadigan bo'lsa Tazibek ichidan chiqarib to'xtama qarindoshlarimizni etib ketib bordi, o'ldirib ketib bordi. Men bir ish qilay deb turib o'tirib chiqayotgan ishlar nihoyatda oz bo'layotdi o'tirda. Haqiqiy xizmat oz bo'layotdi. Men buni ko'ryapman. Balkim albatta men o'zimizdan so'rashimiz kerak. Men nima qilyapman deb. Albatta men o'zim shu qo'lim kelgan xizmatni qilyapman. Bu vatandagi vaqalar Xitoy ko'payib ketib bordi. Hatdan ziyoda demakki bu besim ashunaq eg'ir bo'lganligi uchun pichoq sumak yetdi degan mavzuga kelib qoldi deb o'ylayman. Sizdan so'raydigan savolim, buni oldingi haftalarda boshqa ziyolilarimizdan so'ragan, sizmi shu Uyg'ur davosidagi tadqiqotchi, bilim egalarimizdan birisi. Nima uchun milliy qarshilik harakatlari Sakçı ve hükümet orullarını nişan qilishdan ommaviy so'rovlarga yuzinib qoldi. Bunun sebepleri nima sizce? Yani u yerdagi normal Xitoy xalqimi o'layotdi-da bu yerdanda. Chunki bular endi ashundoq darajaga yetkazgan narsa nima yani? Çaresizlik. Eğer bizning xalqtimi başka devletlerde milliy qarshilik qilayotgan, mustaqillik harakati elib berayotgan xalqlarga o'xshash, deylikki Filippindagi musulmonlar, Ispaniyadagi, Irlandiyadagi Iroq qatorliq qarshilikchilarga o'xshash bizning qurolli erishish imkonlarimiz bo'lgan bo'lsa, biz qurolliq düşman bilan so'qashgan bo'lardik. O zamanda qurolsiz düşmanni qo'yib to'g'an bo'lardik. Ya'ni shundan manbalardagi qurolsiz düşman degani sizning boya degan Xitoy xalqi. Ya'ni u bizga nisbatan potensial düşman. Gerçi qurolsiz bo'lsa-mu tajovuzchi hokimiyatning quroli soyasida vatanimizga egallarilib qolganligi uchun unga o'xshash dushman. Shunda bo'lishiga qaramay, aqlli savat shuki, agar quroli bo'lgan bo'lsa bizning mujohidlarimizning, u yo'qotish
asan yoki bir qo'rqitib qo'ysa qochib ketishi ehtimoli bo'lgan qurolsiz dushmanga hujum qilib yurmay oldi bilan qurolli dushmanni yo'qotgan bo'lardi. Lekin bizning qurolga erishish imkonlarimiz yo'q. Boshqa davlatning o'qituvchilari ma'lum davlatlarning qo'llashiga erishadi. Ma'lum davlatlar ularni mablag', qurol, hatto danishmandlik bilan ta'minlaydi. Ya'ni harbiy mutaxassislar bilan ta'minlaydi. U asosda harakat olib bordi. Uning uchun uning harakatlari ma'lum darajada sistemali, muntazam va mas'uliyatli bo'ladi. Bizlar bir Xitoyning bunini qanotib 4 Uyg'ur jinidan ayriladigan mandaqaligi spiziyankesh shaklida qayda vermeydigan mandat ticaretini qilib qilishimizning sababi bizda imkoniyatning favqulodda yo'qligi. Yo'q deganda bu favqulodda imkonsiz biz. Boshqa millatlar hatto ig'ir tipik qurollarga erisha oladi. Ash davlat turib. Bu hokimiyatning mas'ul turib, ash o'qituvchilar ig'ir qurollarga erisha oladi. Ama biz en küçük yoşuruş asan bo'lgan küçük qurollarga, yan qurollarga erişemeyiz. Çünkü qural etibarının hammasi Xitoyning qo'lida. Uni Uyg'ur yasamaydi, Uyg'ur tutmaydi uni. Uni tutadiganligi Xitoy, unda bo'lgandikan bayon degan gapimizning yana bir isboti shuki, Xitoyda bu milliy birlik degan narsa bo'lganligi uchun Xitoyning eng hamoqat tijoratchisimi, etkazchisimi, hatto qurol savdosi qiladigan, foyda manfaatdan boshqani tushunmaydigan darajadagi do'tlar bor. Agar Xitoyda qurol etkazchiligi bor deyilsa, uni Uyg'urga sotmaydi. 10 hassa bahovasini Uyg'urga sotmaydi. Mana bu milliy birlikning bir alomati. U mush qurol bilan bizga qarshi turadi deganni bilalaydi. Biz endi haqiqat quruq gapni talashib biz-bizimizga dushman bo'layotgan bilan Xitoy uni qilmaydi. U milliy birlik bu. Bu tufaylidan Uyg'urlar qanday qurolga erishalaydi? O'zi yasaydi deysak, qurolni yasash mumkin. Ya'ni pishtal atqini bo'ladigan burungi o'miltiqlarni qadimdan tartib bizning Uyg'urlar yasab kelgan. Qirg'izlarning boshqa chorvachi tog'da yashaydigan Uyg'urlar yasab turdi Uyg'urning hunarvanlar. Bu pishtal aytib to'xtaydigan qurolni yasash mumkin. Uyda yasagan bo'ladi. Tümütesektim baydı. Ama onunla doğru gitadi doğru. O doğrunu yasaş imkanı tekrar hazır. O doğrunu bir yerden alaydıysa aşağı gidip tutulup kaladı. Onu mu Xitay tutulduğun, Xitay başvurduğun şu olmakta onunla bir işenmeyiz. Endi partılış buyumları texmi tez. Bunu Xitay texmi qattiq başvurdu burundan tartdi. Hazır neçesi qattiq başvurdu. Endi partılış doğrusunu öyde biriktirip yasaşның imkanı miltiq doğrusu yasaş qaraganda texmi tez. Miltiq doğrusunu burun ovchilar o'zlari yasaydi öyde. Agar bunun retsipini tapsa, onun ma'lum imkonlari bo'lishi mumkin. Ammo qartishninki ham eshyosimi xatarlik buyumlar hisobida. Unimi ximiyalik dori do'konlaridan ilishga to'g'ri keladi. Bugungi kunda ximiyalik dori sotadigan do'konlarga, masalan, kislota, ximiyalik birikmalar vakaletdeki, dançaletdeki, kepekaletdeki her xil kısım tağılıdı. Bu neslini satıdığan dükkanlarga alaydı uqtırış var. Çünkü partılış doğrusunun ham eşyaları aşağıdan tepiladigan bo'lganligi uchun bu
ta'min etib, yo'q. Tutulup qalğanlığının ki ixra qilishi bilan uni a dükkandan ağallıqqa qutulup bo'lgan bir ish bu. Unda olganki o dükkanlığı qattiq tuturuş var. Kimlik görüp, adres, kimlik, hamma hujjatlarini tizimli bilib turib sotadi. Turuş xatga o shaxs sifatida uni alanmaydi onu. Unda olgandan keyin qaldiki qartilish to'g'risi yasashning imkoni yo'q Uyg'urlarda. Qurolsiz Uyg'urlar yoki nayt kasda nayt az bir qurolga ega bo'lgan Uyg'urlar qanday ishlatishni agar menga qalsa menni o'yla desa men nimani o'ylayman? Agar men bu azg'in narsa bilan qurolliq dushmanga hujum qilaman desam, bu ishni ishga oshirmay turib, uning tarafidan etib o'tilishi mumkin. Maqsadimga yetolmay o'lishim mumkin. Uningdan ko'ra buni Xitoyga ishlasa, hech bo'lmaganda uni Xitoyga o'tkazsam hisob degan bu oddiy hisobni har kim biladi. Biz shu imkonsizligimiz tufaylidan qurolliq dushmanga hujum qilishdan qurolsiz dushmanga hujum qilishga o'tgan bo'lishimiz mumkin. Buning eng asosli sababi bu. Lekin hozir yana saqchilar hujum qilish asos o'rin turib kelyapti menimcha, mening anglagallarimga ko'ra. To'g'ri. Saqchilar hujum qilishdimi har xil arasaldi ishlar bu ko'rilgan ilgari. Ba'zilar fatvo so'raganlar. Saqchilar degan vaqtida u oldiga Uyg'ur saqchini ivatib qo'ydigan bo'lganlikdan Uyg'ur saqchi u biz bilan o'xshash tursa, uni o'ltirib etsam, Xitoyni o'ltamay Uyg'urni o'ltarsam, bu yani o'zimizga ziyon bo'lgan bo'lamdi yoki qanday bo'ladi bu? Agar uni o'ltamasa meni qanday qilish kerak? Buni o'ltirish to'g'rimi, xatomi degan manda arsalchilik bo'lgan bizning mujohidlar. Bu ularning sodda vaqtidagi ishlar. Endi keyin ular tunib yetdiki, uni bizmi jiq so'z qildik Nurg'iyada so'zlashib to'g'ri keldini. U Xitoyning formasini kiyib kelgan ekan, u Xitoy saqchisi u. Uyg'ur saqchisi emas. Bir. İkincisi, u Xitoyning asha vazifasini o'zining roziligi bilan, ko'ngil moyilligi bilan hech kimning zo'rlashisiz asha xizmatni qabul qilgan bir Uyg'ur bor. Unda bo'lgandan keyin uningga qarshilik bildirilsa, Xitoyga topshirib beradi. Buni har kim biladi. Unda bo'lgandan keyin u oldimizga keldimi? Xitoy bu. Xitoyning menfaati uchun, Xitoyning jon amonligi uchun u oldiga kelgandan keyin u Xitoyga o'xshash. Uni hech ikkilanmay o'ltirishga bo'ladi. Bir Xitoy insonni o'ltirish. Dushman insonni o'ltirishga bo'ladi. Buning bilan Uyg'urlarga ziyon bo'lib ketmaydi. Sap tozlanadi. Bir. İkincisi bu saqchi Uyg'urlarni saqchi bo'lmoqchi bo'layotgan Uyg'urlarning ko'ngliga bir vahima selishi mumkin. Buning bilan Xitoyga bu g'alchilikni qiladiganlarning soni ozaymoqchi. Bu saqchilarga hujum qilishdiki tanlash masalasi bu. Ya'ni bugungi kunda to'g'ri Xitoy saqchisini o'ltirishmi mumkinsiz bo'lib qoldi. Har qanday bir ahvolda Xitoyda Uyg'ur saqchini oldiga ivatib qo'ydigan bunday bir sharmanda. Programımızın vaqti muhili bir yerga bordi. Eng oxirgi sizdan bir savolim qoldi. Mushimo sizning bugun programning oxirlashi shaklida so'rab etsam, bundan burun bir hozir musho marhum Kıraş Kesen Efendim'nin yürek sözlerinden biraz avazlık eser siftide bir neçe minut Uygur kendaşlarımızga bir aram vaqt bereylik. 5 vaqt namaz 40 rakat. Her günü 40 qatim tekrar o'qilayotgan Sura Fatiha'nın negizlik mazmuni biz
bizlikten ibaret toğru yolga başlığın dep tilep durup, men dep yürgünümüz toğru yoldan tayganlıktır. Veya ki eşeddi savatsızlıktır. Ünümsüz faaliyetlerimiz, tartkan riyazetlerimiz, ana şu savatsızlıktan kelip çıkan menmenliknin cezası bolsa gerek. İnsan güldü dostanda, ömlük diyen dastanda. İnsan güldü dostanda, ömlük diyen dastanda. Menmençilik yağmuraydı, elli gaflet baskanda, elli gaflet baskanda. Menmençilik yağmuraydı, elli gaflet baskanda, elli gaflet baskanda. Men deme, dünyada men birdime. Men deme, dünyada men birdime. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Yalğız atnim diniyim, dini bolsa çiğniyim. Yalğız atnim diniyim, dini bolsa çiğniyim. Ömrük aman galıdır, bölüngenin teniyim, bölüngenin teniyim. Ömrük aman galıdır, bölüngenin teniyim, bölüngenin teniyim. Men deme, dünyada men birdime. Men deme, dünyada men birdime. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Vay dostum, biz kaldı da men deme. İnsan güldü dostanda, ömlük diyen dastanda. İnsan güldü dostanda, ömlük diyen dastanda. Menmençilik yağmuraydı, elli gaflet baskanda, elli gaflet baskanda. Menmençilik yağmuraydı, elli gaflet baskanda, elli gaflet baskanda. Men deme, dünyada men birdime. Men deme, dünyada men birdime. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Vay dostum, biz kaldı da men deme. Sen vücudumda, muskullarımda, terilerimde, kanlarımda, sezgülerimde,
timisqalab yurasan, meni paylab. Sen manga tonuş, yot emas, özsen. Amma men seni ko'rib bakmadım. Yo'q, men seni quluqimda ko'rdim, ko'zimda anladım. Faqat xiyolan söydim. Seni qachon ko'rdim, ko'zim ko'r bo'ldi. Oldimda minglab to'saq tor bo'ldi. Yurugim yigilab, ko'krak qabizim bo'shab, por bo'ldi. Sana ketgan badal bak zo'r bo'ldi. Sen yazgan kitap yok. Sen yazgan bir söz mü yok? Ama kitapların tağdakçık. Pariştiler, peygamberler geldi, ketdi sen üçün. Sen kelivedin bana qarab. Açıq külkülerimde açılgan yegani bir gülsen. Min öydeki nazmile. Sana yazgan xat idi. Şu tamdaki resimle kalbimdeki qametin idi. 12 ay yığladım. 12 ay küldüm. Nakşı ettim. Nakşamını sen mi anlağan? Onunla muqam dep at mı koyup sen? Aşıqlıqım dert buldu bana. Yaşlarımdan tinç okyan taştı. Afet, boran təqdirimni bastı. Nevremni tirik astı. Men yanılı sen bilen ormanda oynap kız kaçtı. Anla cananım, kulak sal bana. Sen yaşaysan. Ama kalbimde sen öldün. Dertlerimge orap seni, yaşlarımda yuyup tarap, kalbimge kömüp yerlikinge koydum. Çünkü men toydum. Toydum havağa, davağa, küleymen. Ah bağrım, kel canım, cananım, sen bana güzelsen, sen toprak, sen akide, sen sadakat, sen vopa, sen gurur, sen vicdan üçün akkan appak kan. Şuna güzelsen. Sen güzelsen, şuna canansan. Sen canansan, şunu güzelsen. En güzel, en güzel, en güzeli yanıla sen, sen. Ot ketken yeni balık. Ot ketdi, köydü, köyüp kül buldu. Yeni balık köydü, dep haber kıldım. Ular bana qarab küldü. Ot küyüverdi. Yandı, lavul dedi, lavaq aylandı. Analarının yığısı, momaylarının nalısı, erleri meşrep ketken ippetli kızlarının pervasız çoğkanları, yerimi köygen büyüşükte, kolları bağlangan mehkum bavaklarının nalı zarı. Vah, yalmavuzda kilovatkan ot yalqını, ot iqini, ot işçidi köyüvatkan makan. Men çoğkan köterdim. Qini siler. Siyit noçe. Qavaxonada mes yatıdı. G'ini Batur hajga ketdi. Sodir Palvon 5 balasiga atab uy selayotidı. Lutfulla xushxat yezishni mashq qilyotidi. Abduxoliq Uyg'ur Amerikada pizza setib yuradi.
Man yana vaqirdim. Yangi baliq kuyuyotidu. Koni baliqqa qamalgan jamoat Appa xo'janing nazri bilan aldirash. Imom qani jumada tushgan sadaqa bilan aldirash. Qorim qani Dubayda attir setib aldirash. Hojim qani restoranda pivo ichib aldirash. Ah, ulug' Tangrim, g'azabingning bizga tushmagi haq. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. O't kuyuyotidu. Bu o't emas, ofat. Men mi kuydim? Kiyimlerim kuydi. Muskullarim kuydi. So'ngaklerim çok cuyup qaldı. Hamma menga qarab kulyapti. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. So'jup barbab chelib ünkürdimish. Natonush civahenim öyme öy yürüdü nan tilep. Komraciva tutqun diken. Visa irasatka navay iken. Farabi Bağdatqa kömülgen. Aman Nisaxon jadid iken. Navai Toshkentda. Mahmud Qashqari Olmatada. Yusuf Has Hajib Beshkekda. Ah, odamsiz qolgan bu makon kuymakda. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. Men asabi vaqiradim. Sizlar qani? Namus deb chaqirsam, bir sado keldi ahvat sanduqidan. Vijdon deb chaqirsam, xo'rakning ovozi. Bezang kulkining sadosi, g'iljin qizning bazmisi, g'itmak erning nazmisi. İman deb chaqirsam, salla o'raydiganlar tugabdi. Nafrat deb chaqirsam, gurildab hammasi qo'zg'olib chiqdi. Akang kimni olsa, yengam shu. Tova. Bu nima ish? Aslida jahon shundoq. Men bildim. Ozg'anliqimni, shu sababdan she'r yozganligimni. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. Jim. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. Non. Qo'saq. Vijdon qani? Non. Qo'saq. Nomus qani? Non. Qo'saq. Nafrat qani? Non. Qo'saq. Iymon qani? Non. Qo'saq. Bu dahshatlik fojia. Bu kulkilik fojia. Bu tunji sodir bo'lgan eng oxirgi fojia. Ulug' Tangri arshi a'loda arxiplab qo'yadigan suyumlik fojia. Men yana vaqiradim. Yangi baliq kuyuyotidu. G'ulom Osmon efendim, programımızda yana devam kılsak, siz aldıda vatan içideki Uygurlar hakkında biraz söz ettiniz. Chet elde bizning duch kelayotgan bunday bir mavzular bo'layotdi. Masalan, bir qism Uyg'urlarimiz kelyapti deydi. Bu sizlar bu quruq namoyishdan boshqani o'qimaysizlar. Nemish chiqdi? Xitoyning konsuliga to'lab qo'ydi ekansa, xiyolga kirib chiqmay kirib ketdi ekan. Onundan başka bir işanlar yok mu diyenler oldu değil mi? Muşakta sizce namayişten başka kırışık değiştik elbette konferanslar içildi da bunu davetimiz yeni mesela çıkanlar arasından. Çünkü bu anda milli gururunun sustukı veya ki dini gururunun sustukı şekilden çıkan suallar buluş mümkün deyip mi karaymen?
Endi bularga oturdu bir işinlar yokken go. Hiçbir teşkilatlarının gücü yokken, işinlarının gücü yokken dep maqildeki mesela İstanbul'da Uygurların köpeyişi bilen bu en köp karşılaşkan suallarımdan birisi mening şahsen. Endi bu yerda yana bununla bağlap turib bir nima qilsam, bu namoyish qilish faqat tashkilotlarning xizmati bo'lishi kerakmi yoki butun Uyg'urning bir majburiyatimi? Bu yerda bir eng oxirgi savol sifatida bir analizini olgan bo'lsak, bu mesele hakkında ben ilgileniyorum. Kitaplarda, başka radyo sohbetlerinde to'xtalgan deb bilaman. O suallarni so'rovchi vatandan yangi chiqqanlarning hissiyotini tushunishga bo'ladi. Bu savolni men so'rayman. Chunki vatanchilik Uyg'urlar chet elda yo'g'on ishlar bo'layotidi, beqqamlashib ketgan ishlar bor degan bir mishmish gapni anglaydi. Doim. Bu mishmish gapni kim qanday yo'l bilan ta'qiqlaydiganligi bir muammo bu. Buni yechishga to'g'ri keladi. Ve bu anlaşlarda hatta chet eldagi tashkilotlar qurolli partizanlarni hazırlab tag'lar orqali vatanga kirgizadi deydigan qarash bor. Bunda bir qarashda hayajon bilan chet elga chiqqan yerdagi namoyishdan boshqa ish yo'q vaziyatni ko'rgandan keyin tabiiy holda umidsizlanadi. Umidsizlanib savolni so'raydi. Bunday avval mendimi bo'lgan? Menmi anglaydim shu bizning chegaramizga yaqin atroflarda Uyg'urninki mancha ming kishilik qo'shini varmish, ancha ming kishilik qo'shini varmish. Tayyorlik qilib o'tibdi, yaqinda hujum qilib kelarmish deydi. Hatto bizning bunday hissiyotlarimizning kuchayishiga ba'zi qo'ymichi tabiatlik yoki Xitoy vazifalangan ba'zi aldamchi Uyg'urlar chet eldan tuqayliqlashga borgan fursatda bizni eg'izlandirgan, umundirgan avvalım bor. Yani bizning aşırı anlagan mishmishlarimizni rast chiqaradigan shaklda ba'zi gaplarni qilib. Masalan, birisi deganki, biz men haqiqatan bunday kelib qoldim. Yani kelar qatimlarda kelishga to'g'ri kelsa, boshqa turli kelamiz degan bunday gaplarni qilgan. Ben o gapni anglab, cho'qim rastgan, cho'qim ajna bir qo'shin bor ekan va uningki hujum qilib keladigan vaqtimi bek oz qolibdi deb menda bolalarcha o'ylagan. U vaqtda biz davlatning kuchi, bir davlatni tashkil qiladigan omillar, qanchalik mablag', qanchalik oqsab zakat kuchining lozim bo'lganligi qatorliq ishlarda kichik bo'ladimmi o'ta bilimsiz bo'lganligimiz uchun shunda xiyolga kelib qolgandan asallam ishongan. Endi chet elga chiqqanimdan keyin mening ko'rganim shu bo'ldiki, Sharq Turkiston vaqtining tashkillashida bir o'rmonliq bo'lib polo yeydigan ish bo'ldi. Bu qadar ko'p Uyg'ur qatnashdi bunga. Hatto shu madrasaning ho'ylisimi bir polo etibdikan, qaysi sabab bilan bo'lgan. Ho'ylig'i Uyg'ur qatmay qolgandi. Men hayajonlandim. Shu vatan millatda islom yashaydi, boshqa maqsadi yo'q deb o'ylaydim o'zda. Ahmoqlarcha. Undan keyin ko'p o'tmay bir qurultay chaqirildi. Xalqaro Sharq Turkiston madaniyat kompozitsiyamanimi aylanganmi? Uyg'urlar to'shmadi. Hatto bizdan 2-3 yil ko'proq turklar kelibmi, 2 ret o'rindiq to'shmadi-da. Yo'g'on bir zalni bizga bakaga ijoramay beribdi-ken, Taqsim tarafda Atatürk Kültür Merkezi'nin zali. 2 ret o'rindiq to'shmadi.
Bunu görgenden keyin endi bu Uyg'urlar vatanni o'ylaydigan Uyg'urlar emaskan bu yerdagilar deb nayt ko'nglim yerim bo'ldi. Hatto mushu bir meclisga kelmasa bular. Endi qarashi u hali qishlar ne vaqt yo'q bo'ldi, mening kutganlarimning yo'qligini ta'min bo'ldi. Bu chegaraning bo'yida yaqinchiman askerimizning yo'qligi allaqachon ma'lum bo'lib, endi bu meclisga u qadar hali bakalıq bo'lug'i kelgan Uyg'urning 50 dan birisi kelmabdi-da. Shu darajada az bir Uyg'ur ketdi. Keyinchalik namoyish bo'ldi. Bu namoyishdagi hatto bizdan jiqroq qozoq bor namoyishda. Ular aktivroq qiziqtirgan, jonliroq. Bu nuqtada mening ko'nglim yerim bo'ldi. Bek ro'yim tushdi. Bundan keyin biz chet elning imkonlaridan foydalanib ancha-muncha kitob o'qishga boshladik. Türkçeni öğrenmek siyasini, bu devletler münasebetini, diplomatiya münasebetini, stratejiyani ancha-muncha tushungandan keyin pametdagi chet eldagilar unda necha ming askarni chegara bo'yiga barpo qilishga agar o'zining xalqaro shartlar yo'l qo'ymagan ahvolda uni qilolmaydi ki. Unda mumkinchilik yo'q ki. Shunga u chegara bo'yida ancha ming partizanning bo'lishi tasavvur tashibiy ishki. Dalma u tashnaliqim tufaylidan bu 97-yil boshlangan shu ketdim, shuni bilan bo'lishimiz kutilgan bo'ldi-da. Bu ish majina ikki sap görüşüge aylanıp, aygıdalıqından türlük firqalarga bölünüp, Xitayning qarasini hukumat yurib beranlab tugidi. Yeni chiqqanlarning hissiyati mana bu shaklda paydo bo'lgan savollarni tushunishdi. Endi buning bu savollarda haq bormi yo'qmi deb so'rashga to'g'ri kelsa, menimcha ashunda so'rashga haqqi bor. Chunki Sharq Turkiston da'vosi, chet ellardagi Sharq Turkiston da'vosining tarixi, Tibet da'vosining tarixidan uzun. Tibetning daisi bo'lgan Dalay Lama 58-yilga chiqdi, 59-yillar. 58ning oxirida. Ammo bizninkilar 49-yilga chiqqan. Shundan bir chet elga da'vo qilyapmiz degan bir davron bor. Bu qadar uzoq tarixga bir harakatdan har qanday bir Uyg'urning ma'lum kutgan tamoyillarining bo'lishi tamoman haqli. Ammo bu tamoyillarga qarshi Tibet da'vosining fojiaga kelgidek ahvolda emas bu. Bunda olgandan keyin u vatan ishchilikning o'zsizlanishi tamoman tushunishga bo'lgan bir kayfiyat. Endi buning nima uchun bunda bu masalalar haqida men ilgari jiq to'xtaldim kitoblarda bor. Endi bu namoyishning nimaga foydasi degan bu masalaga javob berishga to'g'ri keladi. Chunki mening atrofimda namoyishning nimaga foydasi deydigan ulug' Uyg'urlar nayati jiq, bilarman Uyg'urlar bekjiq, uning foydasining yo'qligini bilib yetadigan Uyg'urlar bekjiq. Diniy jamoatimiz va hatto Allohning huzuridan tushmay duo qilib o'tgan ularning foydasining yo'qligini bilib yetib, ular namoyishga chiqmaydi. Ziyni to'g'risida, nima ish qilishimiz to'g'risida to'xtalishim mumkin. Buning foydasining yo'qligini bugungi kunga kelib, 21-asrning mushu yillariga kelib bizning bir necha Uyg'ur bilayotgan bo'lsa, bu Uyg'ur bek dana Uyg'ur bo'lib ketgan. Ya'ni bu namoyishning tarixi eng az
200 yıllık tarihiga namoyish orqali talab qo'yish, namoyish orqali orzu istikini ifodalash shakli, tinchlik kurash shakli boshlanganiga eng az 200 yil bo'ldi. 200 yıldan beri bunu milletler kılıp kelyapti. Bugungi bu. Şu jarayonda birmi aqlliq adam chiqib bunun foydasining yo'qligini bilib yetanmay, bugungi kelganda bizning bir necha Uyg'urning bunun foydasining yo'qligini bilib yetishi bu bek kulkilikli ish bu. Bir hamoqatlikning eng cho'qsi desam bo'ladi buni. Acaba 200 yilda bilmaganman bunun foydasining yo'qligini. Bu sana yaşıp kaldı mı bugünkü gelip bunun faydasından yokluğunu tadqiq qilib tepish? Bu unda mesele emas. Bir namoyishga borg'uchi biz ash namoyish qilsak, o'sha elchixonada Xitoylar hozirli mashinalar qachilinib qochidi. Deb bo'lmaydi. Yoki bizning o'sha namoyishimizdan qo'rqib ketib Xitoylar vatandagi zulmni pasaytirdi deb baramda, undaqmi demaydi. Yoki Xitoylar shahidlik qo'poblikni ko'psini ko'tarib qochidi, vatanimizni tashlab, biz endi bahraman berib urilishimizda qilamiz. Emas. Bu faqat ruhiy kayfiyat masalasi bu. Buningda hech qanday moddiy qozonch yo'q. Hech qanday bir narsa qozonmaymiz buningda moddiy olarak. Bu ruhiy kayfiyat masalasi bu. Ruhiy kayfiyat ruhiy jihatda zarba ulab ketib, u azoblanib ketdi demek uchun biz umuman atayin. To'g'ri, Xitoy hamda ishqaylisda bir muncha odam vaqirab shuvar to'lab, u eng yoqtirmaydigan shuvarni, u eng kurashni xohlamaydigan bayroqni ko'tarib edib, tursa u ichida biroz rahatsiz bo'lishi mumkin. Ammo u hissiyoti zindonga ketmaydi. Yoki u hissiyot jihatda ma'lum o'zgarishga kelib qolmaydi. Maybek namoyish qilib ketdi, biz haqiqatan biz satbiy qiliqni qilgan o'xshamamdi. Nahaqlik qilgan o'xshamamdi deb qolmaydi. Demak, ruhiy kayfiyat uchun deyilgan taqdirda bu Xitoyning ruhiy kayfiyatini bir o'zgartirish qilish uchun yoki shunday bir ma'naviy natija qozonish uchun qilinmaydi. Bu bizning ruhiy kayfiyat uchun qilinadi bu. Biz bir qatim namoyish qilgan vaqtimizda o'zimiz vaqirayotgan shuvarning o'zimiz vaqirayotgan shuvarning ma'nisi qalbimizda bir signal ulab bizga ba'zi bir narsalarni uchur qiladi. O'zimiz to'layotgan shuvardan o'zimiz ta'sirlanamiz. O'zimizning qini urg'iydi. Turmushning halakchiligiga cho'kib ketib, aylar hayotdan boshqa narsa o'ylamayotgan bir Uyg'ur uchun u yerda qaytadan bir milliy burchini, milliy qarzini esiga oladigan bir kayfiyat paydo bo'ladi. O'zimizning tirikligini bir qatam isbot qilamiz. O'zimizning qulluqqa tan bermaydiganligimizni bir qatam isbot qilamiz. Shunday münasebeti bilan deganimdek, bu muhitda tug'ilib cho'ng'iladigan bolalarimizning ro'yiga shu milliy davoni miros qilib o'rnatish uchun bu amaliy bir dars bu. Uning uchun qilamiz. Xitoyda hech qanday zulm yo'q. Shundaqda Sharq Turkistonning ichidagi xalqqa hech qanday foydasi yo'q. Ammo chet elda yashayotgan Uyg'urlarning o'zining ruhi uchun foydasi bor. Ruhni bir qatim jonlantiramiz bu orqali. Bir qatim qonimizni urg'itamiz. Bir qatim ruhni burchimizni asga olamiz. Bir qatim dushmanimizni esimizga olamiz. O'chmanligimizni yangilaymiz. Muhabbatimizni yangilaymiz. Buni uning uchun qilamiz. Bu namoyishni. Buning foydasi mana shu.
Rahmet. Buning uchun foydasi nima degan bilarman bo'lib ketgan o odamlar bu tarafini o'ylab qo'ysa. Agar manda bir vaziyatni biz tasavvur qilib, tasavvurimizni bir tajribalab boqaylik, qanday darajada qo'rqinchli bir vaziyatning bizga yuzlanganligini ko'ramiz. Butun dunyoning eng qanday bir davlatida yashayotgan Uyg'urning birisimi ko'chaga chiqmasin, yurmi ko'chaga chiqmasin. Ya'ni namoyish qilaman deb ko'chaga chiqmasin. Bir vaqirash, bir Uyg'urning sadasi hech anglanmasin. Butun yil jimjit o'tsin. Bu vaqtda qanday bo'ladi? Mushuning ta'siri o'zimizga qanday bo'ladi? Mushuning aks ta'siridan o'zimiz bo'shab ketamiz, o'zimiz umidsizlanamiz, o'zimiz qo'rqinish tutishimiz. Bu jimjitlik. Demak, Uyg'urlik tugashga o'xshaydi deb o'ylaymiz. Demak, Uyg'urlik taqdirga tan beribdi deb o'ylaymiz. Mushuning bilan o'z-o'zimiz qo'rqaymiz. Demak, tugishibdimizda. O'zimizni qo'rqitdik, o'zimizning ruhini o'ltirdik. Dal mana mushunda passiv kayfiyatning barliqqa kelishining oldini olish uchun namoyish qilib, faqat o'zimizning qinini urg'itib turganimiz yaxshi. Biz bu o'lab qolmaganligimizni dunyoga jakalash bilan birga o'zimizga askartimiz o'lmadi, biz taxib milliy ruhimiz bilan yashayotimiz deganda. Bu doim bu harakat orqali yengilib turgani yaxshi. Millat jimjitlikdan yo'qoladi. Mushu tarixib qilinayotgan tishliq degan narsa Uyg'ur millat uchun emas, butun insonlar uchun qo'rqinchli bu. Bu tishliq degan. Ruhni o'ltirdi u. İnsanlarni faqat yetishishdan boshqa o'ylamaydigan qilib qo'ydi bu tishliq. O'zining bir milliy burchuvaligini unutib qoladi inson. Buning uchun bizga bo'lsa urush yaxshi bizga, millatga. Hiç olmaganda namoyishni yaxshi. G'ulom efendim, bugün içinizdeki yürek sözlerinizini şu xalqimiz bilan o'rtoqlashganliginiz uchun ko'p rahmat aytaman. Bilmaslik ayb emas, o'rganmaslik ayb deydi ekan. Men hozir so'rasam, hozir 2 soatdan ortiq vaqt bo'ldi. Yeni 20 soat, yeni 2 soat to'xtamay, chunki mening bilmaydigan temam bek ko'p. Sizga o'xshash mustaq bilim egillaridan butun dunyodagi har qaysi sohadagi Uyg'urlarimizning yurak so'zlarini men anglashga tashna va boshqa qarindoshlarimizga bu shaklda anglatsam degan umidim bor. Bugün ko'p vaqtingizni oldim. İnşallah mesela hozir chet elda Uyg'urlarimiz ko'payo'tdi, ammo da'vo kuchayotamdi degan vaqtning o'zida mesela oxirgi bizning to'xtalgan temamiz namoyish haqida. Men kichik bir eg'izga qilsam, mesela 2 yil burun Türkiye'de 10 ayning 1-kuni Xitoyning besib olganlik kuni Uyg'urlar biz uchun bu bir motam kun degan asosda mesela Türkiye'deki ma'rif tashkiloti ve Yaşlar Teşkilatı, Şarkı Türkistan Yaşlar Teşkilatı muştaq 2-3 teşkilat birlikte bir namoyish ilib bordi ve bunun naq meydanını men video bilan surat kelib ve şu yerda şunu yakıldım. Bizim İstanbul'da 10 bin Uyg'ur bor deydi ekan, bu yerga saqchi 200-300 atrofida saqchi qatori turgan, ama Uyg'urning soni 40-50 atrofida Yaşlar Teşkilatı'nın elip çıkan başka Türk qarindoshlarning soni 30-40 atrofida, yani jami 70-80 en ko'p bo'lganda 100 atrofida bir Uyg'ur namoyish chiqdi. Shu yerda men buni takrorlagan edim. Hech bo'lmasa bir şey kelib bo'lsa-mo, namoyishlar hozir aziyib ketib bordi Turkiyada. Yani yilda mesela 7-8 qatim, 10 qatim qilgan namoyishlar qaraydigan bo'lsak 2-3 qatim ushib ketdi hozir. Xitoyning ko'zini berib namoyish qilgan ishlarmi. Bunu mu inşallah teşkilatlarımızın teki kemiye, Uygurlarımızın biraz uygunup toxta. Ama etenki berip kilip turvatkan makul ticaretçi olanımı koy hesap kuma almaylı da çetelgi çıkıp siyasi panalık dilep boldu etenki bağmaymen dep dava kıvatkanlarımı aşağıya bir günlük vaktini ajırtıp namayışkı berişka uğurluk kılavatkan ya ki ata-anam bunun avarkılıke cimrat öğemdik mamı kısıp oturayda vatkan başına ideyi kirip kallarına ait köpken bulanı körüp yani etrafımızı körüvatımız. İnşallah sizden
az avval so'zlab o'tgan mush din to'g'risidan, milliy kimlik to'g'risidan qilayotgan gaplaringizni mush qarindoshlarimiz anglab o'zini biroz ro'yi jihatdan o'zining qalbida bir Sharq Turkiston degan vatanni qurib azroq bir midirlab qolsa ajab emas. Vaqt munosabati bilan bugun programmamizni mush yerda yakunlashtirsak, inshaalloh keyingi haftalarda sizning bir vaqtingiz bo'lgan ahvolda yana mushu xildagi mushu vatanning ozodlik haqida izlanish munbirimizga yana sizni saqlaymiz. Bugun programmamizga qirilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh butun hayotingizga o'ngishlik, muvaffaqiyatlik, salomatlik bir hayot bersin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Bugun vaqt munosabati bilan programmamizni mushada yakunlashtirmoqchi. Aziz qarindoshlarimizdan mushu Ramazon oyining hurmati uchun bo'lsa-mu, mushu torbetlarda o'zaro bir-birini har xil eg'izga og'siz tillarda tillashmasligini yuqorida G'ulom Osmon efendim deb aytdi. Fikr jihatdan, ideya jihatdan, tushuncha jihatdan biroz farq bo'lib qolgan taqdirdami, umumiy milliy kimlik jihatdan o'zimizning Uyg'urligimizni, o'zimizning bir Sharq Turkistonlik ekanligimizni unutib qolmasligini umid qilaman. Erik televiziyasini, Erik Uyg'ur radiosini qo'llab kelayotgan, moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'layotgan bütün qarindoshlarimizga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Ba'zi haftalarda qilinmay qolgan, yangi program qo'yilmay qolgan haftalarimiz bo'ldi. Bunun sebeplerini bilmekçi olsanlar, bevasıta telefon kısanlar, bevasıta email kısanlar cevabını yazışınız mümkün. Ama bu yerlere kirip nimdep kılmaydı, nimdep ne kılmaydı deydiğince bu yerde hiç kimden ondak bir hukuku yok dep qarayman. Çünkü ben bir şahıs ve öz küçüm bilen özümün qo'limdan kelgan yoki kelmagan ahvol ostida buni bir şekilde xalqimizga tunishtirishga tirishyapman. Bir eylem bir kitap yazsa, 10 adam okusa, yeni bir eylem bir kitap yazsa, 100 adam okusa, yeni bir eylem bir makale yazsa, 10 adam okusa, yani özümüzün içindeki neslerini kitap arkalık, televizyonlar arkalık, torbetler arkalık, yoki Erik radyosu avazda arkalık, içimizde kalmasa bu nesle, halkımızga ortaklaşsak, muşu tema asasında özara hemkarlaşsak, Erik televiziyasiga ve Erik Uyg'ur radyosuga fikirlar bo'lsa, yoki bo'lmasa yaxshi bo'lmay o'tadi degichilar bo'lsa, kelsanglar birlikda qilgan bo'lsak, ish o'mlikda, ya'ni birlik bo'lgan ahvol ostida noiti 5 barmoq birlashganda mush bo'ldi deymiz. Men bir tarafini tutsam, sizlarmi boshqa bir tarafini tutsanglar, bir sanglar moddiy jihatdan, yana bir sanglar ma'naviy jihatdan, her qaysi jihatdan, yani bir sanglar kirishtirish beringlar, bir sanglar ovoz qilish beringlar, bir sanglar tartish beringlar, yana bir sanglar xohlasanglar mening o'rnimda riyosatchilikni birlikda qilish beringlar. Men qo'shimcha oqsatda yordamchi bo'lay. Birlikda mushu da'vorimizning ro'naq chiqishiga, vatandagi qarindoshlarimizning yurak so'zini, zulmini butun dunyoga anglitishga, o'zaro bir-birimizning ichidagi yurak so'zlarimizni men ma'noni o'ylayapman, bunday bo'lish kerak deganni boshqa qarindoshlarimizga o'rtoqlashsak. Xayr xo'sh. İnşallah kelar hafta yakshanba kunisi yana Turkiya vaqti soat 4 da naq maydondan uyg'urradio.com adresi orqali yangi suhbatlarimiz davom qiladi. Hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Ayrılık vatan, yigen aşım aş emez, yigen aşım aş emez. Sana telmirgen küldü, kanlar aktı yaş emez. Kanlar aktı yaş emez.
eldeki altını men üçün bir taş emek. Bu derdimni anlatıp salam denla vatenge, salam denla vatenge. Haydi sen yol icra hediyende kitelmey, hediyende kitelmey. Serdap bulup yürümen vurdunan müjdelmey, vurdunan müjdelmey. Aşkın boldu namımı men çegirdin ötelmey. Şunda sersan yürüydü balamdan la vatenge, balamdan la vatenge. Vatan diyen kızla toymay toymay karayme, bayrak kan kolani süyüp süyüp yalayme. Bayrak kan kolani süyüp süyüp yalayme. Vatanimin hidini toymayı toymayı kurayme. Oğlum bugün dediğinde sarangdan la vatenge, sarangdan la vatenge. Oğlum bugün dediğinde sarangdan la vatenge, sarangdan la vatenge.